Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasining aziz ko'rarmanlari. Bugungi siyosat maydoni saytimizga Germaniyadagi obzorchi Abdurimjo apandim bilan Turkiyadagi diniy sadin Abdulla Qarajimni taklif qildim. Suhbatimizningki temasi Sharq Turkistondagi hijrat tablig'i, hijrat safri va Uyg'ur qurolli kuchning vujudga kelishiga bir nazar. Buningda biz vatanimiz Sharq Turkistonda bir mahal hijrat iqim paydo qilgan diniy tabliğlar, shundoqla bugungi Suriyadagi Uyg'ur qurolli kuchniki kelib chiqishidagi sabablarni muhokama qilamiz. Assalomu alaykum Abdurimjo apandim, Abdulla Qarajim Uyg'ur choyxonasining naq maydon suhbat programmasiga qimmatli vaqtingizni chiqarib, naq maydondan qatnashib berganligiga samimiy rahmatimni aytaman. Alaykum assalom, sizga rahmat. Oldin qatam Abdurimjon bilan Nurmamat Musaboyev apandim naq maydon suhbat jarayonida Abdulla Qarajim naq maydonga telefon qilib o'zining fikrlarini bildirgan edi. Vaqt masalasi bilan bu temani ayrim bir programma qilaylik deb bu programmani bugun elib berildi. Bugungi suhbat o'zgacha bir suhbat, chunki suhbatga qatnashuvchilar fikr jihatdan bir-birsiga muxolif keladi. Holbuki mana bu nuqtani suhbatning jini deb qarayman. Chunki ular bir masalasida o'xshamagan nuqtada turib munozir qildi. Abdulla Qarajim hijrat qilish tashviqoti bo'libmi Iroq, Suriyaga berish haqidagi tabliq qilish bilan vatan tunilgan. Hatto bir qancha yildan oldida Xorasonga yig'ilish haqidagi so'zlagan bir so'zimi kuchli ta'sir qo'zg'agan. Abdurimjo apandimdan bo'lsa hijrat tabliği gumon bilan qaraydiganligi ma'lum. Ya'ni u Xitoy hukumati Uyg'urlarni haqiqatan terrorchi qilib ko'rsatish uchun hijratga yo'l qo'ygan. Bo'lmasa Xitoy nima uchun hijratga qarshi tabliq qilgan mo'llalarni tutib sulab qo'ymay, balki hijratga chaqirgan mo'llalarni tutmay kangri qo'yibdi deb qaraydi. Ya'ni hijratga chaqirgan mo'llalarni qo'yib bir tutmay, hijrat qilishga qarshi turgan mo'llalarni tutib sulab qo'ydi deb qaraydi. Demak, bugungi suhbatning hijrat masalasiga bo'lgan farqli ko'z qarash ustida bo'ladi. Bu jihatdan aytganda, bu suhbatni o'xshamagan nuqtadan fikr qilganlar taklif qilgan tunji suhbat desak ham bo'ladi. Bir-biriga qarshi fikr qo'yilsa, uningdan haqiqat nuri chaqnaydi degan tamsil bo'yicha bu munozara keskin bir munozara bo'lg'isi. Anglag'uchilarni uningdan ba'zi nuqtalarni oydinlashtirishi mumkin. Ya'ni shu demoqchimanki, bu odatdagi suhbat emas, balki keskin munozara. Shunga bu ikkilanning munozara axloqiga rioya qilgan asosda munozara qilishni umid qilaman. Biz Uyg'urlar tarixdan buyon siyosatning qurboni bo'lib kelyapmiz. Ko'ryapmizki, siyosat Xudoni, payg'ambarni, ota-ona va qarindosh deganni bir yoqqa ayirib qo'ydi ekan. Kuch, huquq va iqtisodiy manfaatdan boshqa tonimaydi ekan. Shunga Qarajimning bu masalaga dunyo vaziyatidan nazar silishni Qur'on hadislardan naql keltiribla qarshi tarafning og'zini to'qlab qo'ymasligini. Savollarga javob berganda hammaylar biladigan yoki anglab bo'lgan tabliqlarni takrorlamasdan reallikda nima bo'lsa shuni o'ttirib qo'yishni, o'tgan tajribalardan nima his qilgan bo'lsa shuni bayon qilishni, eng muhimi savollarga obyektiv shaklda javob berishni umid qilaman. Deganki, suhbatniki asosiy nuqtalarini bir qurdab bo'ldim. Bu yak mehmonlarni butun diasporadagi Uyg'urlar yaxshi taniydi, shuning uchun bularni tanishtirmayman. Savolga bevosita kiritaylik. Birinchi savol: hijrat qilish chaqiriqi vatanda qachon boshlandi? Uningga sabab bo'lgan omillar nima? Xitoyning buningda hech qanday qo'li yo'qmi? Bu savolni eng dastlabda Abdulla Qarajimdan boshlaylik. Xo'sh, Abdulla Qarajim, ekran sizlarda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdurahimjon, ishqadam obzorchimiz hijrat, jihad masalalariga boshdan oyoq gumoniy nazar bilan qaraydigan do'stimiz Abdurahim Gani ve barlık görürmellerge hemenlerge Allah'ın güzel salamları olsun. Ben kardeşimle İstanbul'dan Abdullah Qarajim Takhallusum Uyguristani. Yani Abdullah Qarajim Uyguristani insanı bulundum. Uyguristani takhallusunu konuşumdaki sebep İstanbul'da hem alim hem qari Nurgulluğun İslam Üniversitesi'ni bitirgen men biladigan 12 Abdullah Qarajim bakın. Şunu biz birbirimizden özümüzni takhallusimiz bilen ayırıvamısak, birbirimizin mesuliyeti birbirimizge ayrılışıp ketkenlik sebebinden men Uyguristani takhallusunu üzerime talladım.
İnşallah da bu taxallusum avlatlar için biraz qaladı. Men vatanda bir dini ailede dunyoga kelgan. Mening dadam ne? Mushu chet eldagi ko'plagan qarindoshlar ham biladi. Balkim Yevropa, Amerikalardan biladiganlar bilishi mumkin. Mening dadam tasavvuf, ya'ni İşan Sıklarning tasavvuf aqamidagi konu aqimdagi olimlar. Bizning buvimiz Baqaxulluqimmi vatanda mushu diniy madrasada dars o'qitib ketgan. Xotanning islomlashish jarayonida tunji qatim selingan Qarqash, Tibet, Chaqar yezi, Chaqar madrasa degan shu madrasada mudarrislik qilib dunyodan o'tgan mening buvim Baqaxunim. Baqaxunimning taliblaridan Abdullatxon Mahsumajim, Abdullah Ruzi Damullajim, shu Baqaxunimning taliblari. Baqaxun dadamning cho'ng dadasi Subbutullah Mavlivi Damullajim Xotan islom inqilobida Xotan islom hukumatining moliya ministeri mas'uli bo'lib, Yakanni ozod qilish urushida Yakanda shehid bo'lib, Yakan Jallatxonim qabristonligida dafn qilingan. Mening nasabim shunchalik. Yana dadamning dadasi 20 necha bo'lgancha men bilaman. Xo'sh. Endi hijrat masalasi qachondan boshlangan desa, mening bir degan javobim bu dunyoning beshi hijrat bilan boshlangan deb javob beraman. Ya bizim vatanda Sharq Turkistonda Beşekkilime bu dunyoning beshi hijrat bilan boshlangan. Adam atam cennetde yaratıldı, zemin hicret kıldı. Biz evlatları zeminden zeminlağa bülendik, hicret kıldık. Hicret tarihi, bütün milletin hicret tarihi var. Hatta ki şu Gümüşhan'ın berpa bulup çıkış tarihi, kalbi kazanış tarihinin açıkça ne dese hicret de qarayman. Xitayning 20 bin çakırımlık uzun sefer deydiğen bir hicreti var. Muşu hicreti bilen Xitay alvastı mavzudun lanettek gör, yüzünün harbiy küçünü saklap qilish orqali hicret bilen hazırki dünyaya tehdit salalaydigan, bizni işgal qilib alalaydigan kuch quvvatini saqlab qolgan. Endi bizning hicretimizga qaraydigan bo'lsak, bir nechaga bilishga to'g'ri keladi. Tarixda bizning ota-bobolarimiz Xitoyli bilan Hulla davridan tortib, mush Turkiyaga kelgan, Osiyoga kelgan Uyg'urlar biyak qilish yangi emas. Uyg'urlarning hijrati 1070 yildan tortib Suriya, Iroqlargacha boshlanib, dunyoga Iroqlargacha hijrat qilgan. Bu bir mavsum Uyg'urlar shu Uyg'uriston tuproqlari, Mo'g'uliston tuproqlari, hozirgi Sharq Turkiston deb atalgan O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning tilicha Uyg'uriston, ma Turkiyadagi til qarindoshlarimizning tili bo'yicha Sharq Turkiston, ya'ni Doğu Turkiston deb atalgan tuproqlarda bizning ajdodlarimiz necha yuz qatim hijrat qilgan. Hicratning Uyg'urcha ma'nosi ko'chman bo'lish. Bu ko'chmanlik masalasi biz Uyg'urlarning beshida tarixda tugamadi. Bizning bu ko'chman bo'lish masalasining boshdan oxir qaraydigan bo'lsak, ishg'olchilar yuzidan bizni ko'chman bo'lishga majbur qildi. Her bir millet yurtidan ko'chman bo'lib ketgan bo'lsa, o ishg'olchilarga qarshi turib, vatanni, davlatini qo'g'dashga ojiz kelgan vaqtda ojizlikdan chiqadigan bir narsa o'zining mavjudiyatini saqlab qolish uchun insondan tortib hayvonga qadar hammasi o'zining yayligi, o'zining zemini, o'zining davlatini o'zini qo'g'dab qolishga ojiz kelsa, hijrat qiladigan bu tabiatning qonuniyati bo'lsa kerak. Chunki bu yer şaridagi Adam atamning tunji hijrati jannatda yaratilib, zeminga hijrat qilishi bilan boshlangan bir hayot bo'lishidek bu reallik bilan uning avlodlari hech bir zaman hijrat hadisidan qutulolmadi. Endi biz Uyg'urlarning yangiroq zamonlarga qaytib hijrat qilsak, 1860 O'rta Osiyoga Uyg'urlarning ko'chib chiqish hijratlari va uningdan boshqa mana Shinsayning davrida hijrat qilib ketganlar. Gümüşhan'dan lan Gomin'dan kilishdan ilgari hijrat qilgan bir turkum Uyg'urlar var. Gomin'dan Gumran bo'lib, Gümüşhan'dan kilish oldida hijrat qilgan, Saudiya Arabistonga hijrat qilgan 100 ming oilalik, hozirgi Kashmir, Pokiston, mushu Turkiyaga taralgan konu Uyg'urlarning hijrati. Mavzudan la'nati kelib bo'lgandan keyin sizlar chet ellik bo'lsanglar chegaradan chiqishga ruxsat qo'yamiz. Chiqitib xohlaganlar chet eldan kelganlar chiqitibanglar deb 64-yili Alvastı Xitoy eshaklar bilan Yakandan Qashqardan bir necha ming Uyg'urlarni chiqitib olishga ruxsat qilgan ekan. Demak,
Uyg'uriston tuprog'ida Xitoylarga lozimi adam lozim emas. Tuproq lozim emas ularga. Adami yetkichi baqirib qo'ng'izdan ziyoda. Mana 64-yil chiqib olgan hijratlardan bir necha ming Uyg'ur Kabulda yerlashib qolgan, Pokistonda yerlashib qolgan, hozir hayoti tahdidda turayotganlar. Saudiya Arabistonga ketgan 100 ming oilaga yaqin Uyg'ur, Turkiyadagi Qaysariyadagi Uyg'ur mana shu hijrat qilganlar. Endi bizning hijratimiz uningdan boshqa mushu Sharq Turkiston davosining İsa Yusuf G'olibnikidan hozirgacha bizga kelgan Mamtimin Bug'rodin tatib chiqillari mushu hijrat muhojiratdagi davosidan mushu davoni saqlanib qoldi desak bo'ladi. Bo'lmasa bizning Sharq Turkiston tuproq ichida bizning davlatimizning mustaqil davlatligini biladigan, Sharq Turkistonlikni biladigan, ichki jumhuriyatni biladigan, Uyg'uriyat davlatini biladigan avlodlar qolmadi. Bizning ichki jumhuriyatimizning mustaqil bo'lish ochqichining yiqilish tarixiy jarayoniga qaraydigan bo'lsakmi, ular yiqilish tarixiy jarayonini Uyg'uristondan emas, bizning bilim, ilm ziyolilarimiz Xo'janiyaz Azim bo'lsin, yana birisi bo'lsin, O'rta Osiyoga, hajga, Kabulga, Rossiyaga berish orqali, necha qo'yga bidon qurollarni tegish orqali, yana chet eldan aql tepib, chet eldagi qisman bilim egalarining filallari bilan, ya'ni vatanga mustaqillik o'tiri yiqilgan. Endi Uyg'urlar 80-yili mavzudan la'nat takkur 78 o'lib, 83-84-yili Alvasti Xitoylar chet elga bir turkum tunji qatim 30 yil ishni taqib etgandan keyin chet elga bir tunji qatim qo'yib etdi. Bu vaqtda Pokistonning shu o'lib ketgan, qaslab o'lib ketgan prezidentlardan marhum Ziyoilaq, Muhammad Ziyoilaq huquq ustida bu vaqt ketgandik. Saudiya Arabistonida Melik Faysal hükümdar vakit Sovet İttifakı Afganistan'ı as gumbanıştı besib algan muşunun o'dil kelgan vaqtlar. Dal mushu vaqtlarning o'ziga to'g'ri kelib, mavzudan ulab, Xitoy tunji qatim tashqirgan bilan Pokiston yo'lini, haj yo'lini ochdi. Endi mushu haj yo'lini echish mashina bilan haj yo'lini echish jarayonida bizning chet elga tunji qatim hijratchilar chiqdi. Mana mushu Sirojiddin Aziziydan tortib Abdulla Uchqun mushu jarayonda mushu Pokistonga chiqib dastlabki ilmni Pokistonga elib, Pokistondan Saudiyaga o'tkalgan, Pokistondan Misrga o'tkalgan, Pokistondan Turkiyaga o'tkalgan minglagan o'quvchilarning tunji hijrat tarixi, ilm hijrati mana 80-yili boshlandi. Endi chet elga Uyg'urlarning qochoq chiqish yo pasport bilan chiqish hijratlari bu bizlarga mush 2012-yili zo'r ko'lamlik, yana tunji qatimdek anlandi. Bu tunji qatim emas. 90-yili atrofida Pokistonda benazar buttu hokimiyat tutib turayotgan vaqtda bizning vatandagi qarindoshlarimiz qog'iliq orqali, Gilgit orqali Pokistonga o'tgan, nurg'un qarindoshlar asir tushgan, Hindistonga o'tgan, Nepalga o'tgan, shu vaqtda qarindoshlarimiz chet elga chiqib bir harbiy kuch to'plash orqali vatanni ozod qilish ustida izlangan. Abdurahimjon do'stimdan tortib chet eldagi qarindoshlarimizmi nurg'unlagan qarindoshlar bizning hijratlarimiz bir nuqtaga yig'iladi. İlim hicreti. Alvasti Xitoylar vatanga bizga fanniy ilmlardan yuqori o'qish imkoniyatları bermedi. Diniy ilmlarda yuqori erkin o'qish imkoniyati bermedi. Tijoratda imkoniyat bermedi. Yashashda imkoniyat bermedi. Şuna tijoratda imkoniyat bermedi. Nega bo'lsa, Xitoydan eshitib qolgan yuqunda, saqunda bir imkoniyat bor. Xitoy bilan mangu o'xshash bir imkoniyatga erishamadi bizning xalqimiz. Şuna bizning xalqimizning chet elga chiqqan hijratchilar, Amerikaga chiqqani olsun hijrat aşı, Kanadaga chiqqani olsun hammasi hijrat. Ba'zilar fanniy ilm hijrati, ba'zilar diniy ilm hijrati, ba'zilar tijorat hijrati, ba'zilar tinch amallik hijrati, ba'zilar dinini saqlab qolish hijrati, ba'zilar Uyg'urning eng ig'ir, Uyg'urning eng kuchli davri bilisizlar. İkinci Cumhuriyetimizdeki 30 bin kişilik armiyamiz Manas daryosi bo'yida to'xtatib qo'yilgan armiyaning milliy armiya sifatida Xitoy alvastlariga ketib etilib, yo'qotilib ketgandan kam qolgan askarlarni Hindiston urushi qo'zg'ab, Hindiston urushiga bizning milliy armiyalarni apirib, hammani shu urush qoldim sab o'ltiribdi Xitoylar. Milliy armiyani umuman tugitib etdi Hindiston urushi. Shuningdek, xalq milliy armiya yuzi ko'rib boqmadi. Yani bu hicretçilerin içinde chet elde bir milli armiya berpa qilib, vatanni qaytarilish azatlık yolida hicret qilgan ma hicretçiler hem var. Bu köpsallıkni egallaydi. Endi Xitoydan hicretni guman bilan qaraydi. Mesela mushu qitimlik
Xitoylarning pasport elib, Xitoylarning Enchanchuning tasdiqi, Guangzhouning tasdiqi, Xitoylarning cho'ng kichik butun bexatarlik idorasining tasdiqlari bilan o'tab chegaradan chiqqanlar gumonsiz. Bularning ustida birisi gumon so'rab baxmadi. Ammo bizning qarindoshlarimiz Qashqardan, Xotandan, bizning vatanimizning har qaysi rayonlardan ichkariga chiqib, Yunnanga kelib, Yunnandan Birmaga chiqib, Birmadan Laos, Tayland, Malayziya orqali Turkiyalarga yetib kelgan hijratchilarning ustida nurg'unlagan ularni Xitoylar siyosiy istixborot o'yinlari bilan barliqqa keltirib yo'llarini ochgan. Bo'lmasa Xitoyning aşı zeminidan pashi qechib chiqitalamti, kumut chiqitalamti, chivin pasportsiz chiqitalamti degandek necha 10 minglagan aşı hayotini do'g'ri tikib chiqqan hijratchilar ustida gumon paydo qilgan nutqlarni hammaga angladinglar. Buni bilamiz. Endi bizning xalqimiz mush 2013-yildagi vatanning har qaysi yerlaridan ichkirga kirib, ichkirdan Yunnanga kelib, Yunnandan Birma Laos orqali kelganlar bor. Ichkiriga kirib, Harbindan Rossiyaga chiqib, Rossiya orqali kelgan hijratchilar bor. Qumulga kirib, Qumuldan Mo'g'ulistonga chiqib, Mo'g'ulistondan kelgan hijratchilar bor. Meni so'rasanglar. Qarajima timnesel jig'aylik asosida Bütüytmen. Vatandan Shizangga chiqib, Shizangdan Nepalga chiqib, Nepaldan kelgan qarindoshlar bor. Endi mushu vatandagi hijrat yo'li biz Uyg'urlar aslında pasportsizmi davlatga kelgili bo'lganligini 2010-yili boshlanibdi. Chunki 2010-yili bizning Yunnanda, vatanda, Chegiralida bizning vatanimiz Qashteshida ochgan yo'l deb qarayman buni. Bizning Qashteshchi deydigan bir teshimiz bor, bilasizlar. Bu Xotandan boshqa Xitoyning Yunnan o'lkasi, Yunnan bilan chegaradosh Birma rayonidan eng dangli qashtoshlar chiqadi. Müsü Qashteshi ko'laydiganlar, sotadiganlar chiqish manbasini nerede o'z topadi izlab. Muşularning Yunnanni tepish, Yunnanga bosib, Yunnanliklar bemalol pasportsiz qor yo'l bilan Birma tarafga, Laos tarafga, Tayland tarafga o'tib ketadiganligini ko'rib cho'ng'ilag'li ular. An mashhad Uyg'urlarni saqpaqsaq qanday ular menib baqsaq degan. Biz Xitoyning chegarasidan biz Uyg'urlar uchun tunji qatim bo'g'ini bilan chegaradan pasportsiz o'tash, Allohsi Xitoylar uchun tarixdan bir uchuq yo'l ekan u. Allah'ta Xitaylarning mush Gungsandan kelishdan burun tatib, ichkirdan menib Tayland Laosdan o'tib, Malayziyada yerleşken Xitaylar bo'lsin, Malayziya nüfusining 20% yetadigan. Indoneziyaga kelib yerleşken 20 millionga yaqin Xitoy bo'lsin. Bu chet elga tarqagan Xitoylar hammasi pasport bilan emas, qachoq yo'ldan kelgan ekan. 80-yildan tatibmi Amerika, Yevropani bosgan Xitoylar pasport bilan emas. Açık Xitoylar her gün Tayland, Birma, Laos, Malayziyaga qachoq yo'l bilan Amerikalarga chiqib, bu Xitoylar uchun tarixdan bir yilmi to'xtab qolgan yo'l emas ekan. Çünkü o Uyg'urlar ochgan yo'lmi emas, Xitoy kompartiyasi ochgan yo'lmi emas, tarixdan bir Alloh Xitoylar o'zi echib, 100 million, 200 millionga yaqin Xitoy shu qachoq yo'lidan dunyoga tarqagan bir yo'l ekan. Endi Uyg'ur shu yo'lni 2010-yilda bilib qoldi. Uyg'urning bilib qilishi, Uyg'urlar yolg'iz maqdimi shu yo'ldan desang ya. Xitoylar bilib aylanib ko'chman Xitoylar. Shu Xitoylarning sayesinde bizning qarindoshlar, shu Xitoylarning tarixdan bir menib kelgan. Hozirmi uchuq yo'l taqalgani yo'q. Hozirmi Xitoylar shu yo'ldan kelib Turkiyaga kelganlar bormadi yaqinda. Shu yo'ldan menish orqali bizning qarindoshlarimiz Taylandda tutib yotdi, buni bilasizlar. Kambodja tutulganlar var, Vietnamda tutulganlar var, Birma'da tutulganlar var, Laos'ta tutulganlar var, Hindistan'da tutulganlar var, Malaysiya'dan salamet meşi kelganlar var. Malaysiya'daki ballarını orunlaştırıp Türkiye'ye sağan 20-30 ming Uyg'urni meşe'ye sağan mesul olan ballarını ahırkı mezgillerde 16'ga yakın hicretki mesul olan ballarını Malaysiya hükümeti tutulip Xitoyga o'tkazib berdi. Endi bizning hijratimiz Türkiye'ye kelgan hijrat. Ma hijratchilar maqsadi qanday kelgan degan Mavlaning hijratini arim maqsad bilan maqsadlantirmoqchi bo'lsak, ilgirki qatimlardagi hijratlar ilm uchun, tijorat uchun, dinni saqlash uchun, fanniy ilm, diniy ilm har xil sabablar bilan aralash. Ammo ma 2010da qilingan hijrat buning ichida pul tepish, ilm o'qish, tijorat qilish uchun maqsad qilinganlar meningcha asosan yo'q. Xo'sh, Qarajima bir jig'aylik gap uzrab ketdi.
Koral elip, chet elde bir milli armiya kurup, milli armiya küçüyle vatanga qaytib, Allah'sı Xitaylarning xeyini asmanga qilib, heyya desa heyya degizib, vatanimizni azat qilish urushi uchun belni bog'lab atlangan jangchilar deymiz. Xo'sh, 90-yilning 5-dagi bir hijrat va unda qilib va ash vaqtdagi shu bilan shu qisqacha so'zlasa, aka Abdurimjon akamiz bilan bir qarshi o'zim fikrini bayon qilsa. Dastlabki hijrat 90-yilning 5-yilida sizlar aytdi. 90-yilning başlarında başlangan hijrat dastlabda ilim uchun boshlangan hijrat bu qaraslar. İlim uchun Pakistanga boshlanib, Pakistanga chet elde Uyg'ur o'quvchilarining dastlabda eng zo'r ko'lamda to'plangan davlati Pakistan. Pakistan hukumati shu vaqtdagi bundoq bo'lishiga sabab Pakistanning shu vaqtdagi prezidenti Muhammad Ziyoul Haq, buning oti bu ajdodi Qashqarlik deydi. Bu Uyg'urlarga nihoyat ko'ngil bilgan. Uyg'urlarning haj yo'lini tunji qatim ochgan. Bizning Xotan, Qashqa, Urumchida necha million Qur'on ekirib, bizning vatanda bir tal Qur'on topqili bo'lmaydigan vaqtda vatanda Qur'on ta'minlagan. Bu o'quvchilar chiqsa Pokistonning har qaysi maktablariga o'rinlashtirib, bu bolalarga ko'ngil bilgan. Hatta İslamobodda Uyg'ur hojilarni kutib oladigan haj karvon yotqi qurib, Muhammad Ziyoul Haq, Abdulhakimxon Mahsumajim ustozimiz boshchilik Sharq Turkistondan tunji qatim Türkümde çıkan haj ümitini Pakistan'ın aşo çigrası sos degan yergacha berib tutib olgan. Ularni ekilib Pakistan'ın üstü yerleştirip haj karvanında, hatta ki Saudi'nin uçağında Xitoy bilan diplomat o'rnatmagan Saudi. Saudi'nin Pakistan'ı konsulxonasida vizalarini qo'ydirib, arplan biletini üze elib, Pakistan PIA degan arplan yo'lidan havo yo'lini o'rinlashtirib, hajgacha berish yo'llari chiqimi Pakistan gaplarni kesavetdim. Diqqat da'vatimiz u hozir bo'layotgan masala biz birinchi qatimliqni da'vatimiz 90-yildan 5-ga masalash Hasan Maqsud qatorliqlar qurolliq nemiz chiqamiz deb turgan shu yerga kiradi. Shuni bilan bir akam tugitaylik. Ama mush ashyadan boshlanadi. Aşı Pakistan'da Muhammed Ziyoul Haqning ko'ngil bilishi bilan chet elga dastlabdimiz 30 yil Xitoyning Uyg'urlarning tuluq olimlarini solab tutib jazolagandan keyin mavzudan o'ylab tunji qatim chegara echilish bilan mushu hodisa bilan Pakistan'da nurg'unlagan madrasada bir 2-3 ming bola dastlabida bu jihad qilib chiqqan bola emas, ilm olish uchun chiqqan bolalar. Bularning ichida sizlar biladigan Sirajiddin Azizi, Hidayatullo O'g'uzxon Hojim, Mirkamil Qashqari nurg'unlagan bolalar bor. Mushu bolalar Pokistonda o'qib bu yerda oldi ilm bilib, masalan, bularning ichida Avstraliyalik Abdusalom Qarajim bor. Nurg'unlagan bolalar bor. Mushu Pokistonda necha ming o'quvchi to'planig'liq. Ko'sani ustozlar shu vaqtda. Mushu o'quvchilar toplanib turayotgan vaqtda bular boshda anda urushga, jidalga aralashadiganlar emas. Bular madrasaning bolalari. Bular o'qib Pakistan'da Shabnam Hotel deydigan bir vaqtli yotoq var Saudiya Arabistonidagi hojimlar olgan. 200-300 hoji talib sig'dira oladigan. Taliblar Mashhaddan kelib madrasa shu yerda jam bo'lib, Pakistan'da o'qib, har qaysi madrasalarda o'qiydi universitetlargacha. Mushu bolalar to'plashib turayotgan vaqtning o'zida bu bolalarning ichida Ismoil Qorim deydigan marhum bir qarindishimiz bor. Bu mushu qurolliq jihad inqilobining başçılardan birisi deyishga bo'ldi. U Hasan Maqsumning kattaroq olim. Yangi Soliq. Abduqodir Yapchanmi shu chog'da bor. Abduqahhor kam bor. Yusuf Qorim bor shu vaqtda. Hozirgi shu chet eldagi peshqadam inqilobchilar hamma shu Pokistonga to'plangan vaqtning o'zida dastlabda Hasan Maqsum qurgan tashkilot emas bu. Bu tashkilotga Ko'sani ustoz boshchilik Ismoil Qorim bu vatanda o'qib, bu Pokistonda bu kitobni varaqlab Xitoyni qo'g'lab bo'g'ilib bo'lmagadek, biz Afg'onistonga kirib, ashyoda qurol etishni, askariy mashqni uyg'unib, tashkilotni qurib, vatanni ozod qilish degan irodani o'ttirib qo'yib, mushularning ichida Ibrohim Damullami bor shu vaqt Pokistonda. Kanadadagi. Bu vaqtlarda yil sonini bir bilasizlar qancha yilnisi?
Mucha Afganistan'a bizning jamoatning kirishni boshlagan vaqti 96-ydi. O'sha. 80 83-84dan chet elga etilgan hijrat Pokistonda 3400 o'quvchilarni yetishtirdi. Bular 96-yilga kelguncha anda qurolli tashkilot va hokazo qurmagan ular. Unda tashkilotga aralashmagan. 96-yillarga kelgan vaqtda Abduqodir Kam, Abduqahhor Qarim, Yusuf Qarim, İsmail Qarim, İlham Efendim degan shu Abduqodir Kamlar, Abdulhakim Xon Mahsumajimlar, shu tavarruk peshqadamlar 96-yilga kelgan vaqtda vatanni qurol bilan ozod qilish ko'rishidagi bolalarni tanlab Afg'onistonda bir tashkilot qurdi. Mushlar Afg'onistonda mush tashkilotni qurib turayotgan vaqtda biz Uyg'urlar bir ishni qilmasa, odatda hech kim qilmaydi. Birisi qilsa hammalarning qilg'isi qildi. O'g'risimi, to'g'risimi? Shu vaqtdami shu Afg'onistondagi tashkilot, masalan, bizning Uyg'ur bir shaharda oshxona ochmaydi. Bir Uyg'ur ochsa, hammasi oshxona ochib, aqmug'idek qilib o'tmas hisob emas. Bir davlatda navoiyxona ochmaydi, bir so'qib, birning navoiyxonasi ochsa, hammasi navoiyxona ochib, navoiyxona taqib etmas hisob emas. Shunday bir millatmiz. Endi shu vaqtdami Afg'onistonga kirib shular, O'g'uzxonaj, Hidayatullo O'g'uzxonajim, bir Komil Qashqari, Abduqodir Yapjan, Yusuf Qarim, Abduqahhor Qarim, İlham Efendim, Abdusalom Qarajim, mushu qatorliq odamlar Afg'onistondagi shu tashkilotlarni qurib, marhum Abdulhakim Xon Mahsumajim qatorliq turayotgan vaqtda chet elga hozir Uyg'urlardan qochib qochqin hayotda yashayotgan Mamtimin Hazrat yozuvchi, Germaniyadagi Abdulhamid Tursun, Kanadada 10 yil Uyg'ur davosini qochib yurgan G'ulom Efendim bilan Muxtar Efendim Abdulaknur Qarajimni shu vaqtda o'xshashlar Pokistonning tavallikidagi Azad Kashmir degan rayonda yana bir jihad tashkiloti qurib chiqadi. Afg'onistondan keyin Uyg'urlar Azadlik Sharqiy Turkiston Azadlik tashkiloti deb. Bular Uyg'urlarni Pokistonga vatanni ozod qilmoqchi bo'lgan Uyg'urlar ikki yerga bo'linib, birisi Afg'onistondagi hozirgi Hizbul Islomiy Turkistoniy tashkiloti. Yana birisi Kashmirda turayotgan Mamtimin Azdim boshchilik, G'ulom Efendim, Abdulaknur Qaraj, Mamtimin Hazrat, Abdulhamid Tursun boshchilik, ya'ni Kashmirda ochgan Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti. Her ikkilisi vatanni ozod qilmoqchi. Shunga bizning oyada qurilgan jihad tashkiloti bir emas, ikki. Endi mucha tashkilot qurilib turayotgan vaqtning o'zida bu boshda muvaqqat amr tayinlanadi. Bu jamoatni asos boshlanib qurib tarajim kelimiz, yana ikkinchi savolga kelimiz bu nuqtaga. Hozir bu endi xo'sh, sizning gaplaringizni kesdim. Tamam. Vaqtda endi Abdurjabbarimiz deylik, birinchi savol dedik, endi qarajim jiq rasm nim qildi. Hijrat qilish chaqiriq vatanni qachondan boshlandi? Uning sabab bo'lgan omillar nima? Xitoyning buningda hech qanday qo'li yo'qmi deganga hozir qarajimning so'zlab tugatdi. Endi xo'sh, buni siz qanday qaraysiz? Yo'q, qarajim yaxshi izohatlab berdi. Yana uning qanday nima deyishga to'g'ri keldi. Endi deymizga, endi Xitoyning qo'li bormi yo'qmi? Endi hijrat Xitoyning qo'li bor, yo'q ekanligimiz aniq tursa, chegarani shunda echib qo'ysa, pasport bilan kelsa-ku, ma'qul, pasport ishlatibdi, soqchi idorasini epdi deymiz uni. Mayli Xitoy chat chiqib bizga ishlab berdi pasport bersin. Mayli normal sayohatchi tariqasida chet elga chiqib tuqqa yo'qlashga pasport bersin. U Xitoyninki 52dan o'tib, tasdiqdan o'tib, pasport olib chet elga chiqqan bo'ldi. O pasportlar andikin jihad qilgan maydonga ketadi, maktabga kirib o'qimdi yoki sayohat qilib qaytib ketadi, yo tijorat qiladi, yo qo'rqinchlikda chet elda to'xtab qolamdi, vatanga qaytsam bo'lmag'idek deb. Qanday bo'lmasin, qo'lda pasport bilan chiqib ketgan bo'lsa, u aniqlam. O Xitoyning 52dan o'tib chiqqan bo'ldi. Mayli yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin. Ammo 10 minglab quchoqdagi bola bilan qator karvon bo'lib ketayotgan bir odamlarning o'zini endi buni qo'pib Xitoy echib qo'ygan yo'l bilan boshuna chiqib, hamma yerga katta deb qarajim uchiq deb beribsa, endi uni yana qo'yib, yana Xitoyning quli bormi deyishga gap qolamdimi?
Çünkü miyakma sual. Ya oylab bakayım. Şu çigiranın özü şunda elçi koymuş o qandaq dövlət bu puralaydı o. Eğer bir adam, 3 adam, 5 adam, 10 adam ötüp geçse o başka gap. Ne? Minglığan adamlar karvanda kuyruğu üzülmey ketip bağın bir yolunun özü de. Yani bunu Xitay uqmay kaldı. Şunda bir elçi koygan məxfi yol var ki, çığır yol var ki. Şunda ketip kaldık diye. Yani bununla ilgili sual ketmeydi başka. Uçuk bu. Bir devlet o Xitay'ın çiğrisini ütüplan meselen gelsek Kazakistan'dan Erşidin İsrail'de bir balı öttüm. O şu 2009-2010 yıllığı deyim ben. Qorğas'tan çıkıpmış. Almatı'nın etrafında bir yakip müküp yapkan çağda aşı bala insan hakları BDT'nin ışkansı gayı münasat kıcırıp aşağıdan tutulup gitti. Ona gulcuğa kirip etvatı o deyim ben. Endi bunda Qorğas'ta çıkıp gitti desek, Qorğas'tan Almatı'ga çıkıp gitti desek, 3 adam, 5 adam o çıkıp gitti. Belki etişiyordu, çiğradı, etvatıdı, Kazak-Kırgız askerler sizip kalsa. Sizden mayqağaları məxbi çıkıp alıdı, o başka gap. Ama bu yerdeki gap, Xitay'ın Yunan ülkesinden Şam'a gitvatkan gap var mı yerde? Karvanda kuyruk örtüp gitvatkan bir gap var. Aile bilen, balı bilen, kucaktaki balı bilen, qosaktaki balı bilen hamıldar ayalam gitvatkan gap var bu yerde. Yani bunçula bir çoğun işin özünü qaracım apirip, 200 milyon Xitay, Amerika, dünyanın hem yerine kaçak yol ile gittik ya, biz mi şu yol ile gitip kaldık. Dep hem de izahat verse, bunun da hem de nem dep cevap vermez. O ya da bu başka talaşlar onu kalmaydı. Onu kalmaydı başka. O yayın çıkan hem mağlını Xitay'ınki ədimi deməkçə emas. Aldı bilen hicret kitablık kıldınlar. Aldı bilen hicret kitablık kıldınlar. Hicretke kişiler kızıktı. Kızıkkandan keyin onunla bir baştan pasport işlenip beriş yolu koyuldu. Pasport işletmedi Xitay'da. Bir baştan pasportsuz mu çıkıştırılgan? Mesela gelsak Xitay'ın nazareti aslındaki noktalık nayla var vatanda. Noktalık yazılar var. Bu noktalık nayya degenlerden adamlar pasport işletip çetelge çıkışı intayın kıyın. Noktalık yazılardaki adamlarına kıyın. Şunun okşaş noktalık kişiler var. Siyasi gumanlıq dep enge elingan yoki siyasi meselelerden türüme kirip yetip çıkan mundaq adamlar noktalık adamlar oldu. Bularning pasport işletip çetelge çıkıp gitişi o acayip bir möcüzedek bir narsa. Bundaqlar qanday qilish kerak degan chaqda bundaqlarga yo'l ochilib qo'yish kerak. Yo'lni ochib qo'ygan chaqda andekin ommaviy chiqitish fursati ashtaki yerdan yaratildi. Bo'lmasa pasport ishlatib ommaviy qanday chiqita oladi? Bir jutdan minglagan odamlar pasport ishlatib chiqsa, haqni gumonni qo'zg'ab qo'ydi. O pasport ishlatib chetlarga mengayotganlar o'ylab qoldi. Bizni Xitoy majburiy ko'chirib chiqarib etib turadi. Zaten nima shu buning aqsida deb o'ylagan. Biz pasport ishlatishimiz arzon emas. Bir muncha pulga to'xtaydi. Ama kaçak yol bilen andayken meňeşniň özüni bunu bexatar dep oylaydy. Kaçak yolunu düşendirdiğin silde yaxşı qarajymly var, tebliğini qıp durup, Peygamber Aleyhisselam hicret kılıp manganda, kapırlık oğlap manganda gari Hiraga kirip şaydı. Möküp yatkan kapırlar köymegen dep oşurda möcüzlik tebliğlerini kılısılar. Şunun bilen kişiler bununla işçiden qaylı oldu, maňydy. Endi bu bir devlet Xitay devletinden çıktı, Tayland'dan çıktı, Laos'tan çıktı, Birma'dan çıktı. Şunçula devletindeki armiyaları, çiğranı bakılan armiyalar yok mu? Bunu biz fakat Xitay'ın istihbarat dep qaramaymiz. Ben şunda qaramayım. Bu fakat Xitay, Vietnam, Laos, Tayland, Kamboçya, Singapur, Malaysiya, Türkiye, Suriye. Muşu devletlerinin onluğun devletlerinin istihbaratı özara hemkarlaşıp durup ötküz oldu. Mesela gelsak 2014 yılı oldu mu Tayland'ın 109 adamını tutup Xitay'a ötküzbegen bir mesele var. Şunun arasında yüzlügen adamlar Türkiye'ye gelişki ruhsat kıldı Xitay. Listi çıkarıp verdi. Listi boyunca yüzlügen adamlar Türkiye'ye geldi. 109 adamını Xitay tutup kallısıga haltık edip ep getdi. Muşu kayıtırıp ep getken kişilerin arasında 109 Uygur'un arasında merhum Abdülekimpan Məxsum'un oğlu bilen kiyilini var. Aşılarının yeni tuğulgan 10 aylık balısı bilen 2 yaş kirgen balısını İstanbul'a yolu sep bergilik. Ama o balının atı anısını tutup ekitigilik Xitaylar. Hem de
Bu yerda bu Abdurahimjon siz menga o'xshashmagan ikki fikrdagi odamning munozarasi yaxshi bo'ldi deb men ikkimizni talash tortishga urush qilib qo'ymang. Men urushmayman Qarajim bilan. Qarajim shu uchiq odam, hamma uch qashqar deydigan odam. Ammo haliqi bu odam alayhisalomning jannatdan chiqishi emas. Bizningki hozirgi hijrat deb siz o'tirib bu teminingki hijrat degan tema bu 2012-yildan boshlab Suriyaga eqvatga uyg'urlar to'g'risida tema bu. Bu hergizmi Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkıp yagi düşüp ketgeni andan keyin 1000 yıl avvalgi Uyg'urlarniki bu g'arib hukutchi Suriyaga kelishi o masala emas. Faqat 2012-yildagi masala. 2012-yildan boshlab 2016gacha 4 yil oralig'ida qancha 10 minglagan Uyg'ur xonavayron bo'lib, sarson bo'lib Suriyaga qapsilib qoldi, Turkiyaga qapsilib qoldi. Yo'lda tutilganlar yo'lda tutildi, turmada o'ldi. Hayot qolganlari Muşunçular sersonlikni kechirdi. Mushu hijratning tarkibida chiqqan Uyg'urlardan 2000 ga yaqin ayollar, uşaqlar Suriyada Kurtning qo'lida asir. Bular qaysi Uyg'urlar deganda Daishning safiga qatilib, xilofat islom davlatiga berib, bay'at qilib jannat kiramiz deb munda hijrat qilib ketganlar. Bular vatan millat deganda hech qanday aloqasi yo'q. Ham tunimaydi bular. Vatan millat deb o'lib ketgan odam bu imonsiz ketdi deb turib munda ketganlar bular. Vatandan aşı udul, vatandan masalan 2014-yili vatandan shu nimaga hijratga yo'lga solgan Matto'xtadan bo'lgan deb bitishyoqqa xo'tallik. Buning ismi kitobchidan bo'lgan ekan. Urumchida Nanmang masjidining atrofida bir yerda kitobchi do'konim bor deb so'zlab ketishadi. Shu odamni maxsus Turkiston Islom partiyasiga manglar deb adam mangdirdi ekan Urumchida. O adam mangdigan adamlar Turkiston Islom partiyasiga kirmay, ba'zilari Daishning qisatiga qatilib ketibdi. Bu odam o'zi chiqqandan keyin qarab baqsa, o'ziniki yaqinlarimi Daishga qatilib ketibdi. Shuning bilan bu xaf bo'lib, keyin tekshirib baqsa, Turkiston Islom partiyasi bu murtad partiya ekan, bu vatan millat deydigan imonsiz partiya ekan. Shu bu Matto'xta Damollanmi o partiyaning yuz yurib, Daishga qatilganligini so'zlabdi. 2014-yili bu odam o'zi chiqqan chaqda hijrat chiqqan chaqda WhatsApp orqali dunyoga tarqatgan ovozi bor menda saqlanlik. Endi demak bu hijrat deganda masalan payg'ambar alayhisolamning hijrati faloni Uyg'urlarning tarixi bunda hijrat degan chaqda bu chaqda podsholar va qabila boshlig'i va yetaklagan payg'ambarlar bor. Ammo 2013-yildagi hijrat nima hijrat desanglar, qo'tanning og'zini echib, jangalga qo'yni quyib o'tiqliq degan gap bor. Çıkan negvasan ba, büyüriyemdu, yol basıyamdu, mağadi. Onun da yetekliğen bir padisi yok. Vatanda taqlidlik qilib, size hicretki kızık durup, hicretki yol basagan bolsanlar, aşağıya çıkıp jaz tayarlanlar, kural etsin tayarlanlar, öğününde çıkagan bolsanlar, onu qotanın işini etip attınlar sizler. O çat eli çıkkandı ki, kandak bir oğucuğa, oğlunu pişirdi, onu sizler idare kılamaysa vatanda kılıp kaldınlar. Bununki bir mesuliyeti buluş gerek. Ben maaşını kıldım, bununki mançilik mesuliyeti bana düşürdü. Endi ben ehli ilmi, ölüme kişiler onun mesuliyetlerini eğer kılan bir hatalık yüz vergen olsa, onun mesuliyetini Allah'ın alıp, tövbe kılıp, bir bulundu oturup, ibaret kılıp, bunlar günahdan pak bulup, çıkıyordu. Ama bu millet, bu mesuliyetten kandak çıkıyordu. Qarajim çıkarttı mı? Ya baba, Qarajim baba. Bu milletin özü bunun mesuliyetten kandak çıkıyordu. Hazır endi bo'ldi, men mashina to'xtab qolay, bu gapni yomon takrorlab ketdim. Men bu birinchi gap emas. Men bu hijrat to'g'riliq, Turkiston Islom partiyasi, Suriyadagi bu qurolli kuchlar to'g'riliq dastlabda biz ham bir qisqa bir maqol yozgan edim. Shuning asosan jasorat bir qatim taklif qildi, uning bilan gaplashdim, ammo mazmunni ochiq o'tirib qolmay boshqa tarafdan qilib keldik. Keyin ikki qatim Nurmat Musaboyev bilan qisman munozaralashib qoldik. Endi bu dastlabki gap emas. Men boshdan oxir deydig'im, Xitoyga munosabatlik har qanday ishning bir cheti gumonga tutishdi. Apmaq bo'lmaydi har qanday ishniki. Xitoyning chegarasidan chiqqan ish bo'lsin, Xitoyning ichida qilgan ish bo'lsin, har qanday bir ish bo'lsa, Xitoyga qarshi ish bo'lsin, buning bir uchidan Xitoy chetlik qildi. Bu gumondan hargiz qutlanmaydi, hech kim qutlanmaydi. Abduqodir Yapjon efendim, Hasan Maqsumlar qatorliq bir muncha mujohidlarniki turmidan o'dil o'ttirasiga chiqalishi, Qarajim ismi sanab o'tgan bir muncha mujohidlar bor. Ashlarning o'zi hammasi chet elga chiqish emas, o'zining yutudan chiqishim cheklangan odamlar. Shularning chet elga chiqishi
chet elga chiqib qurolliq mujohid guruhini tashkillashi, uni tashkillab olib Al-Qoidaga chetishi, u yerdan chiqib Tolibanga ketishi, u yerdan kelib Suriyaga olib Daeshga chetishi, andan keyin Turkiston Islom partiyasi deb O'zbekistonga qarshi turgan mollalarniki buni tarkibiga kirib Türkistan İslam Partisi deb texim vatandan jiroqlab ketishi, bularning hammasining aqsa davlatlarning istixboroti bo'ladi, qarindoshlar. Bunda udul-mudul yoki Alloh shundaqlam bizga fursatni berdi, dushmanni g'aflatga qo'ydi. Xuddi yoki payg'ambar alayhisalom Abu Bakr ikkisi qechib ketib bir qarg'im bitsa, u o'mchik g'arg'i to'g'ilib yetib shuni ular kafirlar g'aflat qilib tutanmay ketdi degan o'xshash mandaqlar mo'jizini yo'lib o'zimizga millatning besiga kelgan baloy qazoni o'zi hozir deb faqat vatanni demay turaylik, vatanni baribir Xitoy ishda qirg'in qildi, lagerga solaydi, bir bana bo'lmasin Xitoy uni qildi deyli. O'tgan qatim Nurmat Musabay shuni dedi. Hech nima qilmasin Xitoy jazolaydi o'g'oda. Bu Suriyaga ketgan, hijrat qilgan yoki mujohidlik qilgan bularni vatanninki ishida jazolanib ketgan Uyg'urlarga qarata mas'uliyati bor demaydi. Suriyaning o'zida Kurdning qo'l yetayotgan 2000 Uyg'urlar mas'uliyati yo'qmi? Aşağıdaki 500 uşaq var, 1500 ayol var deydi. Erlaqini. Daeshdan sapiy qitilib, asirga tushgan, hayot qilib, Kurdning qo'lisan erlaqini. Bunun da mas'uliyat yo'qmi? Bu hijrat kitoblik qilgan qarimlarninki chet el turib jihad qilayli, jihad qilayli deb uni tashabbus qilgan o'lima qarimlarninki hech qanday mas'uliyat tuyg'usi yo'qmi buningda? Vicdan azoblanmadimi? To'g'ri, savolingiz janoba. To'g'ri, Asmustonga yetakchilik qilgan, vatan ichida, sirtida bir-biriga moslashib, pas chiqarib, chet elga hijrat qilish, ular Iroq, Suriyaga hijrat qilishga mas'ul bo'lgan bu diniy sohaniki odamlar kim buni hijrat boshqa bo'lgan bo'lsa, chuqur bular millatga javob berish kerak. Shu o'lib ketgan, shu xalqlarniki nimasini bir xulos chiqarish kerak bu narsanikida. Shuning bu haqdagi nurg'un narsa Facebook, WhatsApp to'plarida so'zlandi, Facebooklarda yozildi, lekin mana bir suhbat bo'lib boqmadi. Bu bir navbatdagi muhim bo'lgan tema, shunday qiyin bo'lgan tema. Har odam o'ziniki kuzatgan nuqta turibini echib turdi. Shu ikki xil nuqtani kuzatishlar, buni shunday degan lilla o'rin turib bir suhbat o'tkazyapmiz. Yani kimning to'g'ri, kimning xato, uni men hukm qilmayman. Mush anglag'uvchilar o'zi bir aqliy tafakkur xulosa qilib, o'zi bir nima qilyapti bo'ladi. Xo'sh, bunday qilib birinchi savol mishada, oxirlasi ikkinchi savol deylik hamsa. Harajim. Ikkinchi savol. Birinchi qatim hijrat qilganlar qandoq bo'lib, ozodchilar va g'azotchilar deb ikkiga bo'linib ketdi. Ozodchilarni millatchilar, g'azotchilarni dinchilar yoki ummatchilar deb tushunsak bo'lamdi. Bu ikki toifa hozir mavjud deb qaramsizlar. Kimden sordu şunu arasınız cevap verin. Haracım sildin. Hem de tema o'zi kerak ya. Savol aniq bo'ldi shu taqqa. Aniq bo'lmadi savolingiz. Birinchi qatim hijrat emas bu. 97-yillar O'rta Osiyo va Afg'onistonga to'plashib, bir taraf ozodchi, bir taraf g'azotlar ikkiga bo'linib ketgan bu Uyg'urlar deb manda qo'yishingiz kerak mana savolingizni. Hijrat emas bu. Bek uyimga bilib ketmayman, savol ashara bu hijrat degan gap 2012-yilda to'qilib chiqilgan narsa. Bekalar melqi chatalga chiqtiyas bo'lmaydi-ku, o'nlab odamlar. Hijrat deb turib chiqqan chog'da 2012-yildan boshlandi. Uning ilgirki hijrat deb atalmagan, chiqqanlarmi hijrat qilib deb chiqmaydi. Shu chiqqanlar, shu to'planganlar ozodchilar va g'azotchilar deb ikkiga bo'linib ketdi. Ozodchilarni millatchilar, g'azotchilarni dinchilar yoki ummatchilar deb tushunsak bo'lamdi. Bu ikki toifa hozir mavjud deb qarabsizlar. Xo'sh, qarajim sizga kelsin. Ha, sizlar endi boshlasanglar. Mendan so'rasangiz, Uyg'urlarning chet elda tunji uchrashgan davlatini boshida gap etdim Pokiston. Uyg'urlarning chet elga tunji qatim to'plashib, har qanday erkin davlatdagidek yangi qurol esib yuralaydigan, qurol yaroqlar bozorlarda erkin sotadigan, har qanday erkin fikr qila oladigan davlat, Uyg'urlarga imtiyoz bergan, erkin yurishma masala chiqmaydigan davlat, tunji bekat chet elda Pokiston bo'lgan. Bu Muhammad Ziyoillikning Uyg'ur hojilarga karvonsaroy soldirib, maktab o'rinlashtirib, Uyg'urlarning chet elga chiqqan hojilar bilan o'quvchilarni kutib olishdan boshlangan, buni ilm hijrati deb atashga bo'ladi. Buning ichiga asosan qanchaq yo'ldan chiqqanlar yo'q. Bu hammasi asosi Xitoylarning tunji turkum chet elga pasport ishlab berish yo'li bilan chiqqanlar.
Bular Pakistan'a toplanıp Pakistan'da bir evlat alimlarını, dini alimlarını, vatanning azadlığını köreleydiğen her xil balalarning mingisi etilib, 3-4 ming balalar Pakistan'a toplandı. Pakistan'dan Saudiya Arabistan'a ketkenli var, Mısır'a bağlı var. Chet el Uygur'un uçağındaki chet elge tunca çıkıdığan dervası Pakistan bo'lgan. Muşu ilim hicreti bilen toplangan balalarning ahirki neticesi Afganistan'da qoralliq bir cihadi teşkilat kurup çıkışga vesile oldu. Bu cihadi hazırki mana şu Suriyadagi Hizbul İslam Türkistani degan mush teşkilatning tunji qurilishidagi qurilish Barindagi Zeyd Yusuf rahimahullahning Barin inqilobiga qatnashgan, Barin inqilobiga rahbarlik qilgan balla İsmail Qarim degan. Barin inqilobining qoldiq ballari var, rahbarlari. Ular şu Barin inqilobidagi mag'lub bo'lgan inqilobni g'albiga aylantirib, vatanni azod qilish nishonidan mutlaq voz kechmagan bir turkum yoshlarning ilim ehlining bu asosan Qog'il Qabiliyatning maqsadini talab qiladi. Pakistan'a toplanıp Pakistan'ın üzüde çigirisida nurg'unlagan cihat teşkilatları var aşağıda. Pakistan'ın üzü teşkilatlarını harbiy teşkilat açalaydı şu vakitte. Bular Pakistan'da emas, u yerda bir az taqittiraq açalganlik uchun erkin cihat teşkilat açalaydigan vaqt şu vaqtda Afganistan keldi. İsmail Qarim rahmeti, Allah rahmet kılsın. Bu Hasan Maqsum'un ilimda peshqadam. Hem gapda notiq, hem bu adam vatan azodligidan boshqa yerda Uyg'urlarni Pokistonda misrab qilmaslik. Afganistan'da mı urush qilmaslik. Faqatlam harbiy sohada tarbiyalash. Ammo chet elda birodani askarimizni o'ltirib qo'ymay, harbiy ta'lim tarbiya olgan bolalarni vatan azodligiga ishlatishda qattiq ching turgan mushu program bilan qurilgan tashkilot. İsmail Qarim. Hatta bu vaqtda Pokistondan Gilgit Sos orqali Qashqarga, Pokiston yakanning Datun Kachunga paçakta kirgil oldan kademi yol varken İsmail Qarim bir turkum ballani Pakistan'dan kirib yolga vatan Qashqa yakanlarga chilak yana qaytib chiqishga burgan. Sizlar ashardan salomat kirib salamet qaytib chiqalsangiz yo'lni bilib, ma biz tarbiyalanganlarni vatanga, ya'ni shundoq kiralaymiz deb sinoq qilib, bir turkum ballani Qashqa yakanlarga kirgizib, shu yo'ldan u ballar salomat kirib, salomat chiqqan. İsmail Qarim yani O'rta Osiyoga bir vazifa bilan ketish nemis bilan shu İsmail Qarim qurolliq tashkilotni qurib, shu tarbiyalarni birib turayotgan, tashkilot qurilib bo'lgan mükemmel ayada cihadi teşkilat kurulup bo'lgan vaqtda an Hasan Maqsum chiqdi bu yerga. Hasan Maqsum chiqqandan keyin İbrahim İsmail Qarim, İlham efendim qancha yaş bosib yillarni o'simi taxminan deb qilay Hasan Maqsumning chiqqanmasi nechinchi yillari? 97'de tahminim. 97'de bir vazifa bilan Qozog'istonda İsmail Qarim İlham efendim ketdi. İsmail efendimning resimlerine tarihi ben yaxshi dostum, mening dostum de kıyamet dostum. Resimlerini paylaşıp koygan mening sahifamda hem var. Bu Uygurlarni chet elde ne Afganistan urushi, ne Pakistan, ne Irak urushi, ne Suriye urushi Uygurlarni chet elde anda askerlerini israf qilishga qarshi bir adam bu. Abdülhakim Han Maqsumacı şu idiyada. Abdülkadir Yapcan mı şu idiyada. Bizning çünkü birer devletten azat qilish berishga chet ellikning ihtiyacı yok. Biz üzümüz işgal ostida bo'lgan ekan, üzümüzni azat qilish harakatini boshlash, davomlashtirish tarafdagi ching turadigan odamlar ular. İlham efendim Qozog'istonga ketgan bir fursatda u tashkilot saylam o'tkazish orqali ichida tunji qatim, ya'ni İsmail Qarim qatnashmagan ahvol ostida, yo'q ahvol ostida Hasan Maqsumni amr qilib, tunji amr qilib saylab, o tashkilotni Hasan Maqsumning amirligini e'lon qilib o'tdi. Shuning bilan İlham efendim bilan İsmail Qarim ikkisi bir adam. Qashqar Yangi Soliq. Ya'ni mayadimni saboqlashtir do'stlarim, peshqadamlarning hammasi biladi. Bu adam qaytib kelib Qozog'istondan Afganiston qaytib kirmaydi.
Afganistan'dakiler Hasan Mahsum kirgandan keyin jamoatning programmasi İsmail Qarimning o'ttirib qo'ygan programmasi bilan ixtilof chiqadi. Hasan Mahsumning qo'ygan inqilobi Talibanlarga yordam berib urush bilan Talibanlar Arabni, O'rta Osiyoni, butun Quddusni, Makkani, Madinani hammani fath qilib bo'lganda, Xitoy bilan xilofat kuchi bilan urushib vatanni ozod qilamiz deydigan maqsadni yuzdan turib qo'ydi ular. Dünyanın balaya afetlik yüzlerinin kalkını kötürenmeyi kalkan biçare Uygur ne? Oy yarışarının kalpını atıp koydu. İsmail Qarim bunun da karşı vallahi ne? Hem de kirmenler bizden vatan uruş etiş haletimiz hazır. O Taliban Afganistan'ı azat kılıp o Orta Asya, Arap devletleri, Palestin, Kuddus, hatta uçaktaki cihadi hareketinin içine şundak bir namalum şuarlar kirdi. İslam'ın bayrağını Aksaray'a kadayımız. Önce anlayışla. İslam'ın bayrağını Kaşgarga, Kotenga, Aksu'ya kadaydıgan nesi aslında bizden vazifemiz. İsmail Qarim şu kapılaştın. Afganistan kirmey Pakistan'da bir Türk'üm üzdün gepini anlaydıgan ballarını iç kıvalı işledin. Pakistan'daki etrafını, ballarını, yani Pakistan'da teşkiller, ula ayrım, yeni bir teşkilleniyor. Ayrım açı. Vatanlı kalan vuruş kıldığınınla ayrım teşkilleniş etrafını teşkilleydi bu. İsmail Qarim. Muşu teşkillenivatkan vakitte Xitay'nın ensireydiğini nime çektelliklerini desanla, bizden mücahitlerimiz olsun, başkalar olsun. Suriye bilen, Afgan bilen, başka devlet bilen uruşup, aldığımızda Xitay'a kınmasa Xitaycık ensirmeydiğe okşaydı da parayım hemen. Ama aldığımızda Xitay'a kılımız desek, Xitay kişilik ısıp salıdıkken, şu vakitte İsmail Qarim özünün etraftaki ballarını toplaş arkalıp, Pakistan'da mehbi yeni bir örgütleniyordu. Yani ikinci katın bir teşkilat kuruyordu. Mehbi. Teyyarlıkla tülük doğan, Xitay'a hücum kıldığın yılnesi şu. Şu yılnanın özüde Xitay, Pakistan istihbaratı bilen birleşip İsmail Qarim başçılık, İsmail Qarim bilen bille Xitay'a taş kurgan arkalık uruş etiş hazırlıklarını işlevatkan ballarını bir geçidilen Pakistan'ın süpürüp tutup getirdi. Hem de Muşu 97'de Afganistan'da Gazap Teşkilatı kuruldu deydi. Hasan Mahsum ki başlık oldu. Okşaş yılda 97. yılın ahırda yana Gulam Osman Efendim, Ablet Nur Qaracım, Memtemin Hazret, Ablimit Tursun, Pakistan'ın kontrollükdeki Keşmir işkiga bilinib ketganlik bilasizlar. Bunu Pakistancha Maqbuz Keşmir deb qo'ydi Hindiston tarafdagini. Pakistanliklar o'ynaydigini Azad Keşmir deb qo'ydi. Azad Keşmirda Sharq Turkiston ozodlik tashkilotini qurdi. Endi bularning nishoni İlham Efendimning nishoni bilan o'xshash chiqadi. Bular biz chet elda urush qo'ymay, chet elliklarning urushiga aralashmay, biz chet elda tarbiyalanib, tashkillanib, vatanni ozod qilamiz deydigan ideyada bir tashkilot qurib, bolalarga qurol, yaroq, ta'lim, tarbiya, cheniqish nimalarini Keşmirda ochgan tashkilotida u yerda askariy ta'lim, tarbiya birdi. Endi mushu vaqtda bir tarafdan qurolliq tashkilot Pakistanning Keşmir bilan Afg'onistonda bo'lsa, bu Uyg'urlarning tashkilotlari nimaga muhtoj desanglar davomli har qanday inqilob dollarga muhtoj. Şu vaqtda vatandan Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'izistonga bo'lgan tijorat yo'llari mechivitiligi shu vaqtda. Vatanning tijoratchilari, Hangzhouning tijoratchilari, Hangzhouda mal chiqsatadigan, Qozog'istonda, Qirg'izistonda, O'zbekistonda mal sotayotgan Uyg'urlarning ya'ni iqtisodiy manbasi O'rta Osiyoda vaqtda shu. Qurolliq manbasi Afg'oniston bilan Pokistonda, iqtisodiy manbasi O'rta Osiyoda bo'layotgan bir vaqtning o'zida eng oxiri O'rta Osiyoda manfaat talashish yuz berdi. Afg'onistondagi tashkilotning iqtisodiy manbalarini shu Qozog'istonning O'rta Osiyodagi tijoratchilarning zakotlari, yordamlari bilan hal qilishga tirishdi. Ozodlik tashkilotimi o'zining askariy chiqimlari, harbiy chiqimlarini, harbiy chiqim bermaydi. Bir tashkilot qursa, shu tashkilotning mesha chet elda tashkilot qursa mana shu.
qaysi tashkilot quringlar, tashkilotning chiqimi, yemek, içmek, üzerine çıkışını gerek bo'ldi, boshqalar bermaydi. Nemtimin Esrettin kurgan teşkilatları olan, azatlık teşkilatı olan, işkil teşkilat, O'rta Osiyodagi boylardan i'ona, yordam, boylik toplashga bir iqtisodiy manbasini hal qilishga tirishadi. Bular O'rta Osiyoda iqtisod toplash manbalarida raqobatlashib qoladi. Bularning masalasi 99 yil atrofiga kelgan vaqtda ikki tashkilot birlashadi. Kashmirdagi azodlik tashkiloti bilan Afg'onistondagi Turkiston İslam Partisi təşkilatı ikisi birleşiyor. Birleşip hazırki yani 12'ye bilinip ketken Şarkı Türkistan Atış Sürgün Hükümeti'nin Taşqi İşler Ministri, Din İşler Ministri Abdullah Nur Qaracım Muhtar Efendim degan şu azatlık teşkilatı bilen hazırki Hizbul İslami Türkistani Partisi'nin birleşken terkibinin Ma'un emir qilib izbasar emir olab saylanadi. Xo'sh, şey bir nokta men aydınlaştırib olay deb qoldi. Bu mezgilde bu Sharq Turkiston İslam Partisi samimiyeti ya Turkistonda hozir ashtaraq bir dard qoldi, shuni bir so'rab olay deb qoldim. Bu dastlabda qurilgan vaqtda buning ismini İsmail Karim İlham Efendim Sharq Turkiston degan nomni birlikda qurgan. Bu kin bara bu tashkilotga Şimdi Türkistan İslam Partisi'ne özgürlük kitabı bu. Şarkı degan söz elinip kitap verdi. Qancha yil elinip ketgan şu ismlar? Aniq bilmasam kim tarafidan? Şarkı degan sözün elinip kitish tarihi 2000 yildan keyin deyishga bo'ladi. Bunun elinip kitish sebepler bunda. Xo'sh, so'zni so'zlaylar. Ne? Sualingizning mazmun nima deyapkan bu katta jiroqqa gap bilan bir soat javob kelsa bu o'yliki bu butunlay hikoya so'zlashib ketdim. Qarim nurg'un gapni taxminan gapning o'zini yomon bakki takrorlayapti. Bu ishlar uçularni emas, bu ishlarni jarayoni azatchilar va g'azotchilar bilinib ketdi. Azatchilar millatchilarni, g'azotchilar dinchilar, ummatchilar Göstermede sual bu de. Bu toşun İslam deydiğin gap. Şunu o yeni mukaddime her sualga birden mukaddime birden jaryan sözlese bu iki gap ahırlaşmaydı. Bir saytınız tügüdü. Bunda kaçan toxusu programlar zurkan bir saat oldu mu gapni başladık kılı. Aracı bek uzatıyorsa her katı bir kasam toxtuma. Bir saat oldu. Bir sualınızdan bir saat tügüse bunu 10 sualın badı attınız. Manam dıkıp 10 hafta gapirishimiz mi buni? Evet, tüktimiz. Qarajim xo'sh, qisqa. Endi qarajim bir şey to'xtasin, men bir javob berayotay qisqadan bunga. Bu azatchi, g'azatchi degan bu tashkilotlarning o'zi qarajim deganga o'xshash. Pokistonda, Afg'onistonda aşağı tashkillangan ras, 5 boshlanib ashta boshlangan. Andaki buni rasmiy maydonga oshkorlanib o'tirib chiqib, yurakni qaptaqib yo'lbosdak maydonga chiqqan vaqti 97-yil 6-oydan boshlandi. 97-yili 2-oyda Hasan Maqsumlar, Abduqodir Yapcallar, Nurg'ulg'on Qarimlar Urumchida Xitoyning turmusida. Ular shu turmada turib biz O'rta Osiyoga chiqamiz, O'rta Osiyo jihatni boshlaymiz, tayyorlik qilib uchir chiqatgan bizga. Men bu shu vaqtda O'rta Osiyoda Qirg'izistonda turmada chiqib yukib ketayotgan chig'im. Ular turmada turib uchir chiqatgandan keyin bu intayin xatarlik dedim. Bular turmada turib o'zini chet elga chiqa olishiga ishonchsiz bo'lgan holatda bu baxatarlik ish. Bular O'rta Osiyoga qadam besib qo'yishdan burun men yo'qolishim kerak deb shuni qat'iy, jiddiy tutib men Germaniyaga hijrat qilib ketdim deb qo'y, qarajim bilan. Germaniyaga hijrat qilib ketdim. Men hijrat qilib ketib 2 oydan keyin O'rta Osiyodan telefon keldi. Qaytib kelinglar, biz endi ishni boshlaymiz deb. Boshlaydigan ishinglar nima deb aniq javob beringlar degandan keyin biz la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh deydigan barliq mujohidlarni to'plab Quddusni fath qilamiz. Quddusga islom bayrog'ini qadaymiz, Washington islom bayrog'ini qadaymiz. Xitoyga qarta gapinglar yo'qmi degandan keyin biz shu butun dunyoga islomga bayroqni qadab qilib, Abiyamma qarajim dedi-ku, boshqa gapni qilishlar. Ondan keyin Beijingga Tiananmenga islom bayrog'ini qadaymiz. Butun dunyoga biz islom xilofatini hukmron qilamiz. Biz shuning uchun yo'l boshlig'i chiqdik degandan keyin bular chatoq keldi. Bularni Xitoy rasmiy mushunda xizmat bilan chiqiribdi dedim.
keyingi amaliyotlarga qarab, bularning Xitoy uchun xizmat qiladiganligiga 99% taxmin qilmayman. Hargiz bunday qilmaydi. Ammo qilgan ishi naq Xitoyning foydasi bo'ldi. Xitoy mana qilpaydi qilmaydi ular. Ammo bular qilgan ishi Xitoyga naq foydasi bo'ldi. O'rta Osiyoda darvaqa 97 yil 6-oyda bular chiqib bu yerda tashkillandi. Mayli İsmail Qari nimada bo'lsin, Pokistonda bo'lsin, Afg'onistonda bo'lsin, bu ishni Abduqodir Yapchan bilan Hasan Mahsum yetakladi. Biz jihad qilamiz deb. Jihadning nomi nima? Dunyoga islomiy jihad etish, kofirlarni yo'qotish. Yani bu jarayonga kirmaydi bu gapniki, o'lib ketganlar bor, hayot bo'lganlar bor, hayotlarga yomon ig'ir yaxshi ta'sir bo'lmaydi, o'lib ketganlarga nima bo'lsa bu yerda o'lib ketgan lekin, ammo hayotlarning o'ziga yaxshi ta'sir bo'lmaydi. Ularni hozirgacha bir qatim biz mana shuni xato qilgan deb millatning oldida bir o'zini kelimede özüneki xataligiga bir qatimmi o'kinmadi. Hozirgacha biz to'g'ri chiqib ketamiz deb. Men vatudu, men xatolik kimdan o'tyapti deb 18 yilda bir kitobni yozib nashr qildim. Asıl qaldi shuni meni o'ltirib xatolik meni qo'shyapti bular. Endi demak, bular qarajim degandek O'rta Osiyoda manfaat talashdi deylik. Gapning ochiq oshkori ko'ringan tarafi, bizga ko'ringan tarafi manfaat talashdi. Pul talashdi deymiz. Ko'rinmagan tarafini G'olam Osmon Efendi tom kitap yazdı. Bunun ko'ringan tarafini millat ko'ryapti. G'olam Osmon Efendi şunu içinde siyasetçi maslahatchisi şu vaqtda Mehmet Nazirettin grubida. Endi Hasan Mahsumni O'rta Osiyoga chiqib yuqori tabliq qilib, biz jihad qilamiz, pul yig'ib qo'yinglar deb Pakistan, Afg'oniston tarafga safar qilib ketgandan keyin Mehmet Naziret Efendi O'rta Osiyoga keldi. O'rta Osiyoga kelib, biz Sharqiy Turkistonni ozod qiladigan bir qurolliq tashkillanayotimiz, qatnashinglar deb O'rta Osiyoda bir aqor o'ziga odam to'plab, ondan keyin Afg'onistonda bizning qo'shinimiz deb Afg'onistonga berib, Mehmet Naziret Efendi Kashmirlik berib, u yoqdagi mujohidlar bilan fikrlashib, ondan keyin Checheniston tarafga avatib, mashq qildirib, bu bo'g'ashlar yamanchiq o qarajim degandek mundaq ham o'tib ketgan ish emas. Mehmet Naziret Efendining tarkibida xilijiq qurolliq qo'shinlar bo'lib, ularning bir qismi hozir Turkiyada hayot bor. Mushunda bo'layotgan bir chaqning o'zida bular ondan keyin Mehmet Naziret Efendi tarafından deyishdan qargan chaqda mavi mujohidlarga ba'zilar qo'yib, voy biz vatanga urushga kirsak, shehid bo'lib ketamiz, o'lib ketamiz, balam yo'qdi, to'y qilmabdi ekanman, biz bekoyat qilib o'linib, farzand ko'rib qo'ysak degan talabni qo'yilgandan keyin Sharqiy Turkiston azoblik harakatining bolalari. Shuning bilan Mehmet Naziret Efendi qarab beqib, bularga bir diniy tabliğ lozimki, diniy jihatdan bularniki fidokorlik ruhini o'stirib, vatanga bizni fido qila oladigan mundaq holatga keltirmasak, bu qurol ishni o'g'ini shularlar bu yaxshi bo'lmaydi bu ish deb o'ylab, shuning diniy o'limlarni taklif qilib, mujohidlarga so'zlab bersa degan ekan, ma'qul deb diniy o'limlar buning orasiga kirib so'zlash orqali, ondan keyin bularning isyonga kuchga to'g'liq. Mehmet Naziret'ninki ayoli yog'liq chekmaylikka, Abdulhamid Tursunning ayolini 5.5ga, bular ertesi vatanlik vaqtida. Bularning o'zi iymon yo'q, bu iymon yo'qligining keyindan minib vatanni ozod qilamiz deb o'lib ketsanlar, murtad o'lib ketishlar, bir zambil bo'shib ketishlar. Shunlashqa islomiy jihad deb masanlar, bir qadam atgan qadaminglarmi savob, g'albi qilsak g'ozi yo'limiz, o'lib ketsak shehid ketamiz deb tabliq qilgandan keyin bu bolalarning o'zi şunun bilan isyon qilib Mehmet Naziret tarafga. Tashabbuschilar kim o? Kim o? Mush hozir siz deyotgan mush tashabbuschilar, tabliqchilar kim o? Tabliqchilar shu Hasan Mahsum, İsmail Qarim, Yusuf Qarim, maqarazim bimachadan aytni atab o'tdi-ku, shular shu. Başka bir sirtdeki qariyan emas. İsmail Qari 2 oy turib Chechenistondagi shu Mehmet Naziretning qo'shinining orasida O'rta Osiyoda 2 oy turib tabliq qildi İsmail Qari. İsmail Qari nəhayət yaxshi bilmayman. İsmail Qari 2003 yılı 10. ayda tutqunlanıb ketdi. Hasan Mahsum 12. ayda etilib ketdi 2003 yılı. Endi bu ilki Qarining degini miras. İsmail Qari tutulib ketishdan burunroq Hasan Mahsumga taklif berdi. Hasan Mahsum qo'limizda 5 mingdak mujohidlar yig'ilib qoldi. Biz bu yerda afg'onlar uchun, arablar uchun bu shehid bo'lmay vatanga qaytaylik. Biz bu kuchlar vatanni ozod qilmaymiz. Bu yerda yossaqmi o'lib ketganmiz, Afg'onning orasiga kelsakmi yoki Talibanga ketilsakmi nima bo'lsak, boshqa o'lib ketganmiz. Uni vatanga Xitoyga qarshi bir
qo'zg'alib chegiradi etilib ketsak mayli, tarixda shundoq bir sharafli nomimiz qolib qolsin, dunyoga bir nomimiz anglansin, vatanga mangayli degandan keyin Qarajimbayli deb o'tdi-ku, Hasan Mahsum buni qabul qilmay, shu oraliqda Ismoil Hoji ba'zi odamlar bilan tutqun qilinib ketdilik. Mana shunday bir rasvochilik bor endi bu mujohidlarning orasida, shunday bir rasvochilik bor. Sen düşmaningga ochiq oshkor kuching yetmasa, dushmaningni yana bir dushmanning qo'llay yo'qitib, oraliqda bir dushmanni ozitsa deydigan falsafasi bor bularning o'zicha. Kafirlar hamkorlashib bo'lsa, munofiq qarshi turish deydigan, o'ziga fikriga qarshi adamni munofiq deb turib, andakin kafirlar bilan hamkorlashib, munofiqni yo'qotib, bir dushman bo'lsa, ozitib deydigan, bularda shunday bir rezil bir falsafasi bor, diniy fatvosi bor bularniki. Şu bu oxiri ketib qoldim. Şu 98-yili O'rta Osiyoda, Afg'onistonda bular nihoyatda kuchlanib, avjilib, rasmiy o'tirg'i chiqib, chaproqlab vatanni ozod qilamiz deb, hatto Mamad Nazirovningki qo'shin tarafdan vatanga adam kirgizib, qurol kirgizib, shunday ishlarni bo'lug'liq. Lekin 98ning oxirlari bular ichki ziddiyat kirib, ziddiyatni birlashtiramiz deb, Avlat Efendi, Muxtar Efendi nomida bu kishi mo'tadil, har ikki tarafninki hurmatiga loyiq odam bo'lib, buni andakin birlashma tashkilotining amiri qilib, g'azotchilar, jihodchilar guruhining boshlig'i ham bu azodchilarning boshlig'i ikki tarafdan o'xshash amir deb tayinlangan. Ammo bu odamning o'zining deyishicha, har ikki taraf buni biz uchun ishlaydi deb tayinlagan-ki. Mamad Nazirat efendim tarafdagilarmi bu bizga moyil, bu bosh amir bo'lsa, o g'azotchilarni biz tarafga moyil qilib boshqarib akilaydi deb uning bayat qilibdi. Ma'u g'azotchilar tarafdagilarmi bu odam diniy sabtdan kelib chiqqan odam bizga moyil, Mamad Naziratdagi murtatlar tarafdan odamlarni bizga yetaklab ma'laydi, bizga qo'shidi deb mundaq niyat bilan bayat qilibdi. Har ikki tarafning bayitida shumliq voqea. Şunun keyin bu adam men lillah turma o'tirdi. O taraf bu taraf yo'q, hammani birlashtirdilar, men amir bo'ldim. Mening farmonimga, mening qarorimga bo'ysunsizlar degandan keyin har ikki taraf dushmanlik qilib, Avlat Qorim efendimni Olmutida etib, qo'g'lab yurib, shuni bu odamga beshdan nurg'un ishlar o'tdigilik. Agar o kishi o'zi söhbətə çıxıman desə, ən yaxşı, özü çıxqın yaxşı. Şu işin içində bu adam. Ma Abdullah Qaracım mı, Nurgun gəbində batdı, içində yox. Çət əli qaçan çıxdı özü, onun bilməyimiz. Amma mən 94-cü il 6-cı ayının 7-ci günü O'rta Osiyoga çıxqan petim, hazırgıca mən var. 97-ci il 3-cü ayının 7-ci günü Germaniyaga hicret qilib ketgandim. Amma şu arlıqda O'rta Osiyoda onda qurallıq bir işlər yoxdu. İsmail Hacımı şu 97-ci il 3-cü ay, 4-cü aylarda Hasan Mahsum Abdülkadir yapacağın nurg'ullar bilan bir septe hicretga chiqqanlar. Hicret emas, bu uçaqda chet elga chiqib, qurol to'plab kirib, kuch to'plab kirib, Xitoydan intiqom olamiz, vatanni ozod qilamiz degan shuar bilan yuzlagan mujohidlar chiqqan uras. Ammo chet elga chiqqandan keyin en ahırda Hasan Mahsumning bo'yin turqiga tushib bular, Hasan Mahsum bularni chigiltib apirib Al-Qoidaga o'tkazib berib, o'zi o'lib ketdi. Hasan Mahsum o'ldirilmasdan burun bularning nomi Sharqiy Turkiston Islom Jamoati nomi edi. Qarajim bilmayki, nurg'unliq odamlar Hasan Mahsum qurgan partiya deydi. Hasan Mahsum qurgan partiya emas. Hasan Mahsumlar o'chog'da qilgan tabliğlarda biz barında qurilgan Sharqiy Turkiston Islom partiyasining davomi deb aqalpaqni ko'tarib oldi. Amaliyotda yolg'on. Barında qurilgan Sharqiy Turkiston Islom partiyasiniki Mamad To'xti deb bir a'zosi bor edi. Mamad To'xtining shu 2000 nechinchi yili 98-99 yili Xitoy tutib akirib, uni istiqtol etib, turmada o'ldirib etdiqliq qog'liq Mamad To'xti efendi. Kanadadagi Mamad To'xti efendi mana shuni olishib ketmişim. Endi şu Mamad To'xtining yetakchiligida bir 200 dak mujohidlar batdi. Bu Hasan Mahsum Abdulkadir yapacağın İsmail Hoji chiqishdan burun şu Pokistonda mujohid bolalar batdi 200 yaqin. Şu mujohidlarning orasida taqib chiqib qurol ishini o'rganib kelgan keyingi Hasan Mahsumlarningki bu jihodiy sepiga qatnashmay chekinib ketib kelgan odamlar hozir Germaniyada bor. Men bilan shunday yaqin bor. Bütün jarayonni bildi. O chog'lar shu Mamad To'xti rahbardi. Mamad To'xtini 95 yil 10 ayda Olmutida ochilgan Dunyo Uyg'ur yoshlari madaniyat kuni degan bir yig'inda men ko'rgan.
Mehmet Oxtiqarinni. Pakistandan şu qurolliq mujohidlarning vakili deb 95-yil 10-oyninki 10-kuni deyman. Almatidagi yig'inga kelgan. Endi o yerda haqiqatan batdi, shunda bir ul silingan. Ama ular faqat Xitoyga qarshi vatan ozod qilish urush qilamiz, jihad qilamiz deydigan haqiqiy o vatan azmatlari edi. Keyingi bu 97-yili 3-oy, 4-oyda chiqib bu safga qatilganlarning orasida mutlaq ko'p qismi vatanga qaytamiz, vatan ozod qilamiz degan bo'lsa-mu, buning ichidagi nihoyat g'olliq, muhim odamlari, yetakchilik roli va odamlari bularningki yo'li boshqa. Hasan Mahsum 2013-yili o 2003-yili 12-oyda etib o'ldirilgandan keyin onunki bu bütün lashkarlari Abdullah Damollam degan bir kishining quliga qilib qilinlik. Abdullah Damollam degan bu kishi bu sapning ichida qanchalik inovat va qanchalik yo'q, uni biz bilmaymiz. Men bunda anglab baxmabdi ekanman. Shu Pokistondagi qora bayroqli elchilar bayonot bilan qilgan chog'da shu Abdullah Damolla deb bir kishi ayta so'zlaydigan sal qozoq chiroyi bor ekan. Şu 2006-yıl kelganda andaki Türkistan İslam Partisi degan nom bilan bular Uyg'urcha bayonotlarga buni e'lon qilishga boshladi. Kitob yozib e'lon qildi, nizomnomasini e'lon qildi. Türkistan İslam Partisi asosli 2006-yil Uyg'urlarning orasida oshkorlandi. Demak, bu Türkistan İslam Partisi agar burun mavjud bo'lgan bo'lsa, bu O'zbeklarning partiyasi, O'zbek mujohidlarning partiyasi. Agar keyin qurilgan bo'lsa, 2006-yil qurilgan bo'lsa, Uyg'ur mujohidlarini egisi yo'q, tüzük ravurs başqoğudak mötüberleri yok. Bunda qilgan mujohidlarni monopol qilib, O'zbek mollalar bütün Türkistanni biz İslamga keltiramiz, İslam xilofati quramiz deb bularni bay'at qildirib, o'z sepiga ketilgan atgan bo'lsa kerak. Türkistan İslam Partisi'nin gap 2006-yil o'tirib chiqdi asosliq. Onun ilgarisidagi Hasan Mahsumning davridagi kishi Sharqiy Türkistan İslam Jamiyati, partiya emas, tashkilot emas, Sharqiy Türkistan İslam Jamiyati deb atalgan. Chunki Pokistondagi har turli mujohidlar guruh bo'lsin, mayli diniy tabliq qilganlar bo'lsin, asos to'lisi jamoat deb ataldi ekan. Ularning nomi yo'q, partiya, tashkilot u demay, falan jamoat, Pistani jamoat deganda bunda ataldi ekan. Bularni shular moslashib Sharqiy Türkistan İslam Jamiyati deb atalgan bo'lsa kerak bizga. Bu Türkistan İslam Partisi deganda keyin paydo bo'lgan ishlar. Buni men o'sha to'xtab qolay. Buningda shu vaqtda kishilar shohid nurg'a adamlar varkan, hozir inkas shaklida yozibdi. G'ulom Osmon, Abdullah Nurojimlar varkan asoslar chiqqan bo'lsa deb. Men ekranda dedim, G'ulom Osmon akamizga deb qo'ydim. Sizning nazaringizdan diasporaga bir nazar tashlab bir program qilib boqayli. Siz tarix nurg'unlagan kitoblarni yozdingiz, nurg'un savollarni qo'ydingiz boshqalarga, o'zingizni kuzatgan tarix nurg'un narsalarni yozganlarni o'qidik, tahlil qildik. Endi bizmi sizning yozgan narsangizga qatan bir gumoni savollarimizni o'tirib qo'yib boqayli, ekranda bilim qilib boqaylik, chiqmag'ili hamda. Men chiqdi. Hamda sizningki qo'ygan savolingizni agar shu savolni menga qo'ygan bo'lsangiz, men chiqmaydim. Chunki siz oldlar G'ulom Osmon apandiga birmuncha tanqid yozdingiz. Tanqid yetib turib, andan keyin sizga qatta ba'zi bir dartmilab degan gaplarga qatta siz taxmin inkosini yozib, andan keyin chiqqan o'chosdan maydonga desangiz, u undan chiqib odam emas. Messenger ayrim yozdim ilgirma. Birinchi to'g'rida qaralashgan. Dedi ki javob bermay turib oldi. Ana oxir bo'lgan men nimaga yozdim bu narsani. Men oldirib bir odamga BBS yozmayman. Eng avval Messenger paranglashmas chiroyli qilib, onun cevap vermegendik keyin, hani kendin Facebook yazmaya bir narsani. Ben oldiraplar, qayajamlar yazatmayman. Hamda sizlarningki Sharqiy Turkiston mustaqillik munbiri degan bir qurilmoqchi bo'lgan bir tashkilot xizmat qatnashdingiz. Bizning Uyg'ur savdo tashkilotining qatnashdi, jiqqa tashkilot qatnashdi. Buning orasida beshni qilmay turib ziddiyatlashib tarqalib ketdi. Buningda asosli ko'pchilik surgundagi hukumatniki o'zini javobgar tutdinglar, oshorlikda jiq ziddiyatlashdingiz. Chunki siz burun G'ulom Osmon apandilar yaxshi etdingiz. Gollandiyaga kelgan chaqda nimaga chiqib, to'g'ri chiqib so'hbat qilgan nurg'un nimalarimiz bor sizniki. U odamni hurmat qildingiz. Ama mana shu Sharqiy Turkiston mustaqillik munbiri deganni quramiz degandan keyin shuning bilan bu ishni aplashtirolmay, andan keyin ziddiyatlashib qoldinglar. Shuningdan keyin siz biz tanqidlarni yozish orqali andan keyin G'ulom Osmon apandidan hamda chiqib gap qilmoqchi bo'lsangiz desangiz bu chaqda. Men unda gap bo'lsa, men chiqmayman ekan, nima chiqmayman deb chiqmayman. Anglaydigan ishim bo'lsa, men so'zlab beray, shuni anglab ol deb, so'zlab G'ulom Osmon apandim o'zi. Menda deb qoldingizda hamda to'g'ri qilgan. Men her qanadan hurmat qilib bir Uyg'ur uchun cho'nglarni chiroyli mamlab fikr qarshi olib ketsin, yoki men g'ayrat qilsin, oldirib bir odamni
Eg'izni buzib tillaydigan manda shaklda qilmayman. Chiroyli paranglish messengerda suhbat qilaman. İlmiy şekillerde qilmayman. Unda aldirablarkim, hayajon qilgan ishim yo'q. G'ulom Osmonlar bilan hech qanday shaxsiy ziddiyim yo'q men deb qo'yasiz. Siz ziddiyinglar, men hech qanday ziddiyim yo'q. Gollarni kelganda bor, chiroyli kutib oldik, chiroyli faoliyat o'tkazgan yerda bor. Tam shu gollarni qattiq orliqda bor. Ikkinchi qatim kelgan vaqtida o'zim tortibdi. Munbarni buzishida men hozir unar deymiz, uni o'zini o'tirib qo'ydik. Bu munbar qanday buzildi degan narsaga surgun dokumentdan adam chiqib, boshqa ishlardan o'tirib adam chiqib, buni lillah xalq tushuntirish kerak-ku. Bu narsani men bunda qarayman. Bir taraf lakin bir taraf taydib etmayman. Lekin o'zim shohidlar nimasidagi videolar bor. G'ulom Osmon videoni qo'ymaqliq to'g'riga. Men hech qatim dedim. Ayrimmi dedim. Oxir bo'lmay uchiq shaklda yozdim bir narsalarni. O'znikini qo'yaqliq boshqa narsani elib o'taylik. Nimishqa? Oyada haqli bilishlik hech bir mazmunlar bor. Bu so'rinda 40 qadam bor so'rin u yerdagi. 2-3 odamning gap emas. Bir narsalarnikini. Bu hamkorlik munbiri G'ulom hukumatning qo'ygan bir narsa emas, tunji qadamliq munbarlikka shu qurilishiga men o'tirib qo'ygan. Xitoyning oq qog'oz harakatiga qarshi biz diasporalik Uyg'urlar bir munbar qurib, shu munbarning ichida Xitoyga qarshi bir bayat e'lon qilaylik degan narsani o'tirib qo'ygan. Shu G'ulom Osmonlar olgan videoni shu qo'yangsa qo'ymaqlik bir narsalarnikini. Mening qo'ygan narsam bu aniq emas ba'zi narsalarnikini. Buni hatto yil oykir 40 odam bor so'rin deyilgan gap. Men mana deb qolinglar, yana to'g'ri aytam deyman. G'ulom Osmon bilan shunday chetaq har qanday da'vogar kim bo'lib kelsa hech kim bilan shaxsiy adovatim yo'q. Men shaxsiy adovatimni, shaxsiy ziyatimni hargiz millat nimasini ustiga qo'yib olmayman. Mana nasam aniq bo'lib qolsin. Shosh har qanday odamlar ekranga chiqa olmayman. Har qanday odam bilan ilmiy munozara qilganga har zaman men tayyor. Hech kim yenib olmayman. Men u cho'ng bo'lsin, taqdimatlik bo'lsin, kichik qilib qolsin. Yurma şekilden hemiz bir Uygur, hemiz bir Şarkı Türkistanlık, hemiz Xitay tajavuzçılarınki qirg'inlik uchrayotgan, musab uchrayotgan bir xalq o'stimizdan millatning o'rtaq manfaati har qanday odam bilan bir yak kelma. Bu meniki tutqan yo'lim. Xo'sh, endi qolib qolsa, savolimniki yana birsi, yana deb qolgan, munbarni deb qoldik. Men yana xatarda xat yozaman, surgun hukumatga, men G'ulom Osmon bo'lsin, yoki Mamtin A'lo bo'lsin. Mamtin A'lo chiroyli xat yozsak, Twitterda cheklab etmasdan-da meni. Mana shu ahvol. Her qanday qadamni qos chiroq eklib, munbar qurilgan vaqtda diasporalik Uyg'urlarga naat cho'ng bir umid ep kelgan. Afsus, u naatni sirli qoldi, yo'q qilinib qolib qoldi. Buning sababkorligi kim o? Bu narsanikini millatga buni javob berish haqqi bor. Chiqish kerak ularni ekranga. Chiqish kerak. Hammadan tanqidlaydi, tabliqazam, unda haqiqatni tanqidlaysiz, nima ko'tarmaysiz hamsa? Degan savollar tug'ildimi yerda? O'zi tanqidlab shaxsiyatga kirmadi. Xarakterik kirmidik, millatning o'rtaq manfaatida o'zining yozganlarga deganlardan savol chiqardik. Bu bizning haqqimiz. Bir Uyg'urlar sutimiman, bir Sharq Turkistonliklar mening haqqim. Shundaqla diasporadagi hamma odamning haqqi bu narsa. Buningdan Abdurim degan gap xato desa, xo'sh kelsin, har qanday qadam men tayyor. Ekran mening ekranim chiqmasa olsa, surun dokumentning ekraniga men chiqaman. Qanday ekran bo'lsa chiqaman. Tutib qolgan hech kim bilan shaxsiy adovatim yo'q, yana deb qo'yay. Hech kim bilan shaxsiy adovatim yo'q. Faqat o'tirib bo'layotgan naqsizlikka, yuzsizlikka millat qilayotgan ba'zi nima deymiz? Shaklvozliklarga chidamaganligimiz uchun ayrim xonasida fikrlashdik, paranglashdik, javob bermaganlik uchun naqsizlik chidamay to'g'ri yozyapman. Yozsam, deyapman, dalil, fakt, isbotlar yozyapman. Qat'iy betaraflik emas. Betaraflik deb qolsa, ekran ochiq, men tayyor. Xo'sh, unda uchinchi savol kirib ketdik. Endi ikkinchi qatimliq deb qo'yibdim savolimni. Xato qilib qolsa, savolga e'tiroz bildirsanglar bo'ladimi? Savol e'tiroz bildirsanglar bo'ldi. Endi ikkinchi qatimliq hijrat deb qo'yibdim. Yana shu 2012-yildan tortib, yana shu Suriya, Iroqqa qilgan shu tabliq ta'sirida endi. Endi ikkinchi qadamliq hijrat qilish to'lqini, ya'ni Iroq, Suriyaga hijrat qilish to'lqini qanday ijtimoiy sharoit elib berildi? Abdulla Qarajim sizlar bu vaqtda Xotanda maxsus hijrat qilish tabliq elib berib ekanlar. Bu tabliqning asosiy mazmuni nima? Gap qiling. Yani xo'sh. Assalomu alaykum. Vatandagi bizning vatandagi qarindoshlarimizni shu hijratga qatnashgan qarindoshlar balki mush ko'rmanlarning ichida ham bo'lishi mumkin. Ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin, bugun ko'rmagan bo'lsa keyin ko'rdi.
Vatandagi musulmonlarning e'tiqodini sizlar chet eldan hech qanday yerdan topolmaysizlar. Vatandagi musulmonlar 80-yildan 2000-yilgacha qadar biz cho'ng kichik vatanda Xitoylarning o'zining Sharqi Turkistonda, Shinjongda 50 yildagi terrorlik, zo'ravonlik degan bir kitob yozdi Xitoylar. Buni bilasizlar. Uyg'urchaga tarjima qildi, chet eldan tarjimalar bor. Shinjongdagi 50 yillik terrorlik, zo'ravonlik degan kitoblarda bizning vatanda biz Xitoylarga biz texash bekchonglarni bildik ekanmiz. Baring inqilobi, qo'lji inqilobi degan chonglarni bilamiz. Texa chet elda matam musibat tutayotgan inqiloblarning ichida qo'lji qatl-amidan cho'ng bo'lgan Xotan Beytullah masjid qatl-amining xotir kunni xatirlab qo'yganini hech qaysini anglamadinglar texa. Xotan Beytullah masjid qatl-amida Xotan xalqi 97-yili qo'zg'alib, Xotanning vali mahkamasi viloyatlik xavfsizlik idorasini o'tqiyab, tuzlab, egallab, tut qilayotgan bir voqelik bor. Vali mahkamalardan tortib, Xotan noyilik viloyatlik xavfsizlik idorasidan tortib, hammani kontrol qilib, egilib olgan bir voqea bor Xotanda Beytullah masjid voqeasida. Bundak cho'ng voqea Urumchi qatlamidimi anda Xitoylarning vali mahkamalarini, xavfsizlik idoralarini bizning xalqimiz kontrol qilib boqqan bir vaqt yo'q. G'o'ljidimi shu? Ammo bu xotirlanyapti. Lakin Xotandagi Beytullah masjid qatl-ami degan qatl-amda Xitoylar tarafdan etib o'tilgan, kesib o'tilganlarning soni 10 mingdan oshadigan bir qatl-am. 97-yili. Mushundaq cho'ng qatl-amning xotir nomusmi, xotirlash kunimi, shehidlar kunimi chet elda anglab boqdinglarmi? Anglab boqmadinglar? Keriya inqilobi deydigan bir inqilobning mavzuning zamonisida portlagan, qora alam inqilobi deydigan bir inqilobni sizlar anglamagan bo'lishinglar mumkin. Milliy armiya bu savolning mazmuni qarim sizniki hijratga tabliq qilgan va jarayoningiz janditi qarim mandaq muqaddim so'zlasangiz bo'lmaydi qarim. Siz nimani programmani boshqursangiz, rufkan tuzuk boshqaring bo'lmaydi ma qarim. Har qetimki bir savolga bir muncha tarixiy muqaddim so'zlab kelsa, bu biz haqida bino so'zlab bermaymiz bu yerda. Hozir asosiy ish hijrat qanday paydo bo'ldi? 2012-yil Kaygan hijrat qanday shakllandi? Chet elda buni xullas qanday bo'lyapti degan mosh mazmun to'xtalamiz biz. O Xitoyning vatanda qilayotgan ishi, tarixda bizning Xitoyga qarshi jut Xitoyning bostirgan ishlar u deganki yomon jiq mana harbisi sanab kelsak qarim agar uni demoqchi bo'lsangiz yolg'iz kishilik kamera echib, yolg'iz o'tirib soatlab so'zlab olsangiz bo'ldi. Ma ko'p adam qatnashayotgan munozirada bundan muqaddim so'zlasangiz bo'lmaydi. Bu gapni kesib ham javobni o'zi berish kerak, o'zi kelgan javobni. Shunda ko'p degan qo'zg'olon narsalarimiz hammasi palto ketman ori bilan bo'lib mag'lubiyatga yuzlandi. Biz qurolliq 200 kishilik, 400 kishilik qurolliq tashkillanib Xitoylar bilan ro'baro bir qitim etishib boqmadik. 50-yilda tortib. Endi mushuning masalasi vatanda bizning qurolliq tashkillanish imkoniyat bo'ldimi desa, bizning vatandagi qarindoshlarimiz qurolliq tashkillanish imkoniyatlariga necha yuz qatim urindi. Tirishdi, yerlik miltiq, yerlik binolarni yasab. Ammo muntazam 100 kishilik bir qurolliq tashkillanish vatanda nasib bo'lmadi. So'nglashqa Mushu yana vatandagi hijratning asosiy sababi yana kim bilan tutishdi desangiz vatandagi olimlar bilan emas. Hozirgi ismini Turkiston Islom partiyasi deb ataydigan, asli boshlanishi Sharqi Turkiston Islom jamoati bilan boshlangan. 2006-yildan keyin Sharqi Turkiston Islom jamoati sharqiy kalimasi chiqarib o'tilib, Turkiston Islom partiyasi deb atalgan. Hozir Suriyada milliy armiyaning uluni asosini sağan mushu tashkilotning tashviqotlari, radio tashviqotlari, film tashviqotlari vatanning hamma yerda taqib turdi. U vaqtlarda sizlar bilasizlar Xitoylarning Deylani mekralaylikdan yo'q vatanda, masalan YouTube esilitda Urumchildimi vatanda u vaqtda.
Muş chet ellerinin Google içildi, hemen nesil içildi vatanın içinde. Chet ellerinin nurgulluğun nesir içildiğin bir vakitlamdı ola. Xitaylar hazır kılık terakki kılıp onda yavuzlaşıp vahşiliki bir az tüverrak vakit okşaydı. Endi musul vakitte vatanımız net 100 kıtım kılgan inqilabımız mağlup bolgan diken bu mağlubiyetni bir yakınlaş doğru keldi. Nima uchun tashkillanimiz mag'lub bo'lamiz? Bizning vazifamiz Xitoyga qarshi inqilob qilib mag'lub bo'lishmi? Yo'q, g'alaba qilish. Mag'lubiyatning asosi bizning sistemlik bir harbiy ta'lim tarbiya olmaganligimizdan mag'lub bo'lganlikqa hamma bilan birdek bo'ynimizni egmay bo'lmadi. Endi buning bo'ynini egmaydiganlar bo'lsa, o'zining ixtiyori. Men mushu vatanda qancha yuz qitim Xitoyga qarshi tashkillanili, bu biz Xitoyning g'albasi bizning mag'lubiyatimiz bilan oxirlashdi. Buningga Uyg'ur xalqi bo'ldi qilib bel qo'yib etkisi kamidi. Shunga Uyg'ur xalqi rasmiy urush qilishni biladigan, muntazam urush oladigan, qoral yaroqlarni ishlatalaydigan, hattoki vatandagi bizning xalqimiz tapanchaning nima besib qo'yish kayginni, qulpisni, miltiqning qulpisni echishni bilmaydi. Qo'lga chiqib qolsin. Qur'onni etishni, rollarni biladigan sistemlik bir tashkillanib, urush tarbiyasi elib, armiya shaklida tashkillanib hujumga o'tmasak, biz mush qo'zg'olib, mag'lub bo'lish bilan ig'ir badal to'laganligimizni Uyg'ur xalqi vatan umumiyatga xulos qildi. Xulos qilgandikin, vatan ichida tashkillanish imkoniyat bo'lmagandikin, bizning harbiy tashkillanish imkoniyat chet elda Sharq Turkiston islom jamoati 2006 yılı Hasan Mahsum'un vafatıdan keyin Türkistan İslam Partisi deb o'zgartirilgan. Mushu jamoatga qatilish orqali harbiy ta'lim tarbiya elib, yetilgan bir milliy armiyani shakllantirib, Xitoyga an qurolliq robro qarshi turish zurriyati o'ttirib qo'yildi. Endi mushu o'ttirib qo'yilgandikan, o vatandagi mush hijrat bilan boshlangan da'vat yuqorida Xitoylarning tashviqoti deydi, men bunga ishonmayman. Chunki Xitoylarning tashviqoti bo'lsa, Xitoylarning vatanga 56 ming masjid jami bor. 56 ming masjid jamida Xitoylar maosh verib ishlatadigan 56 mingdan ortiq damollam bor. Mush 56 mingdan ortiq damollamlar tashviq qilish burda ham agar Xitoyga foydali bo'lsa. Vatandagi hijrat tashviqotini shular qilish berdimiz? Yo'q, ular qarshi tashviqot qiladi. Xitoy qarshi turish tashviqotini shular qilamdi, yo'q qilmadi. Faqat Xitoyga qarshi turish, hijrat qilish, askariy ta'lim tarbiya elish, Uyg'ur milliy armiyasini qurish, Xitoy bilan qurolliq robro tutishish, vatanni ozod qilish borasidagi mushu tabliğning o'zi hijratdan boshlandi. Buningga Türkistan İslam Partiyasi ballarni hijrat qilish, yuziga qatilish, qatilgandan keyin harbiy ta'lim tarbiya elish, bihuda mag'lubiyat bilan qadam oxirlashgan inqilobni qilavermaslik. Chunki biz 50-yil va 2000-yilgacha bo'lgan 2000 kindik yo'q. Mushu 50 yil olibda 600 qatim inqilob qildik. 600'ning hammasi bizning mag'lubiyatimizga oxirlashdi. Şuna bunun deyki qilmoqchi bo'lgan inqilob sistemlik askarga askar taqobil turmusi bo'lmagan dekin sistemlik askariy tarbiyadan o'tkazilgan milliy armiya asosimizni shakllantirib hujum qilamiz. Buning uchun vatanda imkoniyati bala chiqib, Türkistan İslam Partiyasining askarligiga qatilish, askariy ta'lim tarbiya elish, askariy ta'lim tarbiyadan keyin ma'lum saviya, ma'lum songa yetib, Xitoyga urush ochilgudek bir muntazam armiya shakllanganda Xitoyga hujum qilishning to'g'ri usul ekanligini, Uyg'ur xalqining ozodligida birdan-bir chiqish yo'li ekanligini Sharq Turkiston islom jamoati, ya'ni dastlabki qurilishga ismi jumumavi. Hozirgi ismi Turkiston İslam Partiyasi. Ya'ni Mahsumning vafotidan keyin, Hasan Mahsum Rahimullohning vafotidan keyin Turkiston İslam Partiyasiga o'zgarib ketdi. Buni jarayonni kichikgina ochiqlab beraman, uzun emas. O yerda Hasan Mahsum vafotulab Afg'onistonga nimalar hujum qildi Amerika bilasizlar. Hujum qilish jarayonida Pokiston bizning bolalarni tutib olib 28 balani Amerikaga sotdi donasi $5000 Bu bolalar Guantanamo turmusida 10 necha yil yotdi, buningdan xabaringlar bor. Qarajim, gaplar oxirida kesdim. Ro'shan Abbos xonimlar yo'lni mengib
Ahir qutulup azadlık çıktı. Ulanın kısmını Palau'da, kısmını Albaniya'da, kısmını Türkiye'de bazı. Muşu vafat bo'lgandan keyin Sharq Turkiston islom jamoatining adimi Afg'onistonda taqab ketdi. Ular qismini tutilib ketdi, qismini taqab ketdi. Ular Turkiyaga, Yevropa hamma davlatga taqab ketdi. Ammo faqat Afg'onistonning uzdi turish imkoniyati bo'ldimiz bo'lmadi. Ular Pokiston bilan Afg'onistonning oliqida Vaziriston deydigan Pakistanning to'liq kontrolligida emas, Afg'onistonning to'liq kontrolligida bo'lmagan bir rayonga chekindi. Endi mushu rayonda bardoshlik birib kelgan milliy armiyaning asosini tashkillanadigan ballar, shu Sharq Turkiston islom jamoatida mushu tashkilotda qolgan ballarning soni SDA 2000, 3000, 4000 qurolli odam yetgan tashkilot u. Afg'oniston urushidan keyin taqilib ketishi bilan bu yerda qolgan askarlarning soni 50, 60, 20, 30, 10, 20 qolgan vaqtlar bo'ldi. Jamoatning rahbarlik qatlami tashviqotini uzib qo'ymay qildi bular. Endi mushu jarayonda oz bo'lsangiz siz har qanday davlatda bir jamoat tashkillantirib, shakllantirib tura olmaysiz. Jamoat shakllantirib turish uchun yuzlagan odamlarga bo'lish kerak. U vaqtda Vaziriston bo'lgisida O'zbekistondan kelgan O'zbeklarning Turkiston partiyasi, ya'ni O'rta Osiyodan kelganlarning O'zbeklarning partiyasi, Muhammad Tahir Faruq degan bir odamning partiyasi, ya'ni bizning partiyadan ustun bo'lg'achqa oz bo'lgan kichik qolgan bir narsa ko'p sonliqqa qaytilib ketadigan qoida bo'yicha Sharq Turkiston islom jamoati Turkiston partiyasiga qaytilib ketgan bo'ldi. Turkiston partiyasiga qaytilib ketishga sabab u jamoatning o'ziga kim kelgan vaqtda Qozog'istonga kelgan qozoqmi bor, qirg'izmi bor, uyg'urmi bor, mushunda holatda bo'lganki Sharq Turkiston vakillik qilib qoldi ekan. Hozir buni Turkiston islom partiyasiga o'zgartirildi deb mush jarayonni o'zgartib, ya'ni ular kim, ya'ni kuchib o'zining odamlari bilan mustaqillikni saqlag'idek bo'lgan vaqtda Muhammad Tahir Faruqning jamoati arilib ketdi. Shunga hozirgacha Turkiston islom partiyasi deb turyapti. Mush Turkiston islom partiyasi oylik, haftalik tashviqotlarda shu internetda vatandaşlar internetni ko'ralaydi shuni. İnternet siziqlari, vatanga kirgizish disklari, nurg'unlagan tashviqot vatanga kirishda uzilmadi. Mush hijrat asosining tashviqotini boshdan oyoq qilganlar shular. Vatandagi mullalar emas. To'xtatdim. Aniki qanday tarix sharoitlarda shu tabliqlar kelib chiqqan yaxshi javob berdilar. Ham gapning postkallisi shu chad vatandan tabliqlarda chet elga chiqib Iroq, Suriyaga hijrat qilish to'g'risida shu tabliqni boshlab sizning bakil shu tabliq qatorida shu nimani tabliq qildilar? Shu so'zga shu vatandash so'zgan tabliqning o'zini bir kiraylik shuningga. Boshqa temaga yana kiraylik. Qarang. Men vatanda biladiganim bizning Sharq Turkiston islom partiyasining Afg'onistonda askariy mavjudiyatida boshqalardan bilatdim. Vatanda biladiganim bizning Uyg'urlarning men Suriyada tashkilot qurganligidan xabarim yo'qdi. Iroqda urushayotganligidan xabarim yo'qdi. Men uningdan xabarim yo'qdan yo'q. Chunki men vatanda, vatan ichida iqrorlik bir telefon ishlatib boqmadim. Vay bir telefon bor, faqat telefon og'iluvdi. Ya qisqa uchur yozilib o'tadi. Uningdan boshqa ish qila olmaydi. Shu chaq nima tabliq qildilar? Tabliq asosiy mazmunlar nimada? Shu vaqtdagi bizning tabliğimiz, shu vaqtda Xitoylarning besimlari bosh tutib ketdi degan vatandagi diniy olimlarda bilisizlar, vatanlari vaqa Xitoyga qarshi inqiloblar, partizanlik voqealar uzilib qolgan emas. Kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, viloyatlar, nahiyalar, Ramazonlar her ay her yılda biz vekan halkı şu 5 kişilik, 4 kişilik, 10 kişilik teşkillenip Xitaylar zerbe veriş hareketimiz vatanda hiç zaman üzülüp kalmadı. Muşu zerbe veriş hareketlerinin hemmisi biz mağlubiyetiyle ahırlaşkan iken biz chet elden kirgen muşu uruş teşvikatı, milli armiya kurup teşkillenip Xitayga qoralliq qarshi turish teşvikatideki Türkiston İslam Partiyasining teşvikatının ta'siriga uchirg'uchilarimiz. Muşu ta'sirda Sharq Turkiston islom partiyasining tashviqotlari vatandagilarni hijrat qilib ketilish, askariy ta'lim tarbiya elish, muntizim armiya shakllantirib vatanni ozod qilish.
Ama ağlarının teşvikatı bunda teşvikat yok esinde de bozmen de pay. Biz terbiye elip vatanını azat kılımız digen vatandaki zulümge karşı teşvikatılan var. Ama ularının teşvikatları içinde çıksanlı biz terbiyelenip Kudüs'ünü azat kılıp, Şam'ını azat kılıp, Irak'ını azat kılıp, dünyanı azat kılıp, ben Xitay'a hareket kılımız digen mahsöz yok. Ben onu anlap bakmağım. Vatanda anlığımız biz fakat silahını milli armiyada terbiyeleyimiz, koral yarakta terbiyelerimiz, uruş kılıç yügütümüz. Bizim sanimiz mukum. 4.000, 5.000, 10.000 yetse biz Xitay'a hücumunu başlayımız diyen teşvikat var. Bizim milli armiya sanimiz 10-20 yetse biz hücum kılıç filan kiler illi kurban hek namazını Kaşgar'da okuyumuz. Kiler illi hek namazını Kaşgar hekkarda okuyumuz diyen teşvikatla vatan halkının bilim emez. Açı vatandaki azadlıkta telpingen halkının hemmenin kalbini lerzige sağan teşvikatlar şu. Bizden şu vaqtida şu to'g'ri tabliqlarni qisqacha bir minutlik bir deb baqsasak mazmuni ne? Mazmuni deb qo'ydik hozir mana mazmuni shu. Bizning bizni qetlinglar biz 10.000 won deb vatan yekirmiz mazmun shu oldi mazmuni edi. Keladigan gapim vatandosh vasilida mush gapni men anglab baqdim. Vatanda men qaranglar. Suriyada Iroq qilgan tashviqotni men anglab baqmagan vatan tashviqot birligi men shohid bo'lmadim. Bizni anda Iroqda urushadigan, Suriyada urushadigan men urushda menen xabarim yo'qdi. Faqat Sharq Turkiston Islom partiyasining vatanda birilgan tashviqoti biz uchragan ta'siri. Chiqinglar vatanda Xitoyga iqtidoyicha palto ketman ori bilan qo'zg'alab mag'lub bo'laverdik. Yani biz tatbiq paydını Xitoy eliverdi. Bunda bo'lsa bo'lmaydi. Biz vatanni qurolli azat qilish uchun qurilgan tashkilot. Şunu biz sizin harbiy ta'lim tarbiya o'tganlarda pishirib o'tkazishga tayyor. Sizlar shu yerdan chiqib bizga qitilsanglar, biz harbiy ta'lim tarbiya elib askariy sonimiz kuchaygan vaqtda biz Xitoyga hujum qilib, Qashqarni, Xotanni, Urumchini azat qilamiz degan tashviqotga biz uchirdik. Endi bizning vatanda askariy ta'lim tarbiya erish imkoniyatimiz bo'lmadi. Biz qanday qilsak qilib bir yerga chiqib bizni bir yerga toplab askariy ta'lim tarbiyadan o'tkazib bizga urush qilish rasmiy milliy armiyamizni qurib chiqadigan bir tashkilot bir rahbarga vatandagi mininglam emas 40 ming xalqning hammasining ehtiyoji bor uningga. Shunga bu yerga chiqqanlarning esa hammasi savossiz emas. Sharq Turkiston Islom partiyasiga qatilganlarni bo'lsangiz Yishoyanni bitgan doktorlar bor. Nanjing dashiyosida o'qigan injenerlar bor. Beijing dashiyosida o'qiganlar bor. Hammasi Xitoylarning oliy maktablarini o'qib, vatanning ozodligi bo'lmasa bo'lmaydiganligini, Xitoylarning haqsiz u yerga qatlam, qirg'inchilik, har kun tutish, solash, nohaq kesishlarning hammaga chidamagan bolalar bor ularning. Hammasi iqtidorli bolalar. Ularning hammasining orzusi bir milliy armiya qurib chiqish. Uni qurib chiqadigan o'rin vatanda imkoniyat bo'lmadi. Endi chet elda Turkiston Islom partiyasi shuni bir cheklik bir zemin imkoniyat mayada ba meshaga chiqinglar deyapti. Şuna biz çeklik zemin bo'lsa ashyaga chiqib, harbiy ta'lim tarbiya imkoniyatini elib, vatanni azod qilish niyati bilan aylangan. Ya'ni vatandan bizning jihad hijrat vatandagi shu hijrat tashviqoti bo'lsin, chet eldagi hijrat tashviqoti bo'lsin. Chet elga chiqib urush qilib o'lib ketish. Iroqni azod qilish berish. Suriyani azod qilish berish. Ma tashviqot bunda bizga muhtoj o'ylamoqlik. Ularning bizning tashviqotida chiqqan Suriyani azod qilamiz, Iroqni azod qilamiz degan so'zni qilmoqlik ularga. Biz sizlarni ham saqlayapmiz. Adam sonimiz, qurol sonimiz milliy armiyani shakllantirish yetgan vaqtda biz sizlarni faqat milliy armiya shakllantiradigan o'rin, zemin, makonni Allah bizga berdi. Mushuni ta'minlash imkoniyatimiz bor. Mashaq yetib chiqqanlar harbiy ta'lim tarbiya adolaydi. Sonra vatanga birlik hujum qilamiz, azod qilamiz degan mush tashviqot bo'lg'achqa ular asosan Sharq Turkiston milliy armiyasini qurib, askariy ta'lim tarbiyani uyg'unib vatanni azod qilish uchun ijrat qilganlar. Ularning maqsadi Amerika emas, Iroq emas, Afg'oniston emas, Suriya emas. Ular ta'lim tarbiya elib vatanga qaytib, vatanni azod qilish imkoniyatidan atlangan bolalar ular. Bizning shunda meningmi chiqibmi chet eldimi men
vatandan tortib chet elgachalar mush diniy tashviqotchilik o'rnini men yo'qotib qo'ymadim, yo'qotib ketgan vaqtim yo'q, shukrani har doim bor xatoliqim bilan, to'g'riliqim bilan. Men Sharq Turkiston Islom partiyasiga bo'lsin, qarindoshlarimizga bo'lsin, bir qatimliq so'zamdimi? Vatanni unutib qolsa bo'lmaydiganlik. Biz vatan uchun, vatanni ozod qilish uchun atlanganligimiz, onamizni Xitoylarning bosqinchilik qilayotganligi, ota-singillarimizni Xitoylarning bosqinchilik qilayotganligi, vatandagi asli bizlarni tug'ib qo'ygan, sili bizni askar o'g'ida, qurol tutqidek holatga ekib qo'ygan onalarimiz, dadalarimiz biz uchun bedel tülayotganligini, bizning farzil eng jihadimiz, biz urushmasak, Allah hesap oladigan farz urushimizning Iroqda emas, Suriyada emas, Afg'onda emas, Sharq Turkiston, Uyg'uristonda ekanligini men xalqimga boshdan oxir eskartib keldim. Bu mening eskartib emas. Qur'onni shundoq buruydi bizni. Uyg'ur xalqining Iroqda farz eng urushi yo'q. Suriyada farzil eng urushi yo'q. Afg'onda farzil eng urushi yo'q. Qur'on kitob, Qur'on Allohning kitobi, islom bizning dinimiz ulosi Qur'onda ko'kinmush. Xo'sh. Shunga Uyg'urning ustidagi urush, farz urush Uyg'urning erlaridanmi so'riladigan, ayollarga farz qilinadigan, qarz dog'ligimi farz qilinadigan, yigitlar ota-onasidan so'ramay ketalaydigan, qarzdorlar qarzini bami kesib bo'ladigan farz qilinadigan urush Uyg'uristonning urushi. Xo'sh. Qarajim sizga bu programma uzrab ketdi. Jami 9 savolda hozir 4 savol tugidi. Qolgan savolni keyinga qoldiriladi. Abdurajak akamiz hozir so'raganimiz Qarajimdan hozir men so'ragan savolga bergan javob nisbatan sizningki qanday fikrlaringiz bor? Mushni anglab so'rini tugidi programma tugidi. Bu yo'q gap bir yilga ketdi. Nadan boshlandi bu gap? Nada to'xtadi? Asrandi. Qarajim uchiq dedi. Men o hicret vatandagi chaqda hicret tashviqotini qilmagan dedi. Siz hicret tashviqotini qilibdika deb tashviqsiz bu qarim o vatanda undaq tashviqotni qilmabdika. Balki chet elga kirgan shu hicret tashviqotiga ta'sirga uchrabdika o'zi. Yaptı. Endi bu qarim vatanda, masalan Xotanda tabliq qilib, Suriya ketinglar, Afg'onistonga ketinglar, hijrat qilinglar, jihad qatnashinglar deb tabliq qilmabdika. Qilmagandan keyin endi bu qarim o'zini haliqi Gumshandanning mollalar qilmadi uni mujohid balli qildi deb bunda turib olmasligi kerak. 56 ming masjidki Gumshandanning mollalar tashviq qilmamdi deydi. Bu bak sodda gap. Xitoy hargizmi unda haliqi unda u darajada sodda emas Xitoy. Mollalarni chiqib sizlar hijratga tashviq qilib beringlar deb o'tirg'i chiqarib, mollalarni unda qisqamaydi. Mollaning soldigan ishi boshqa. Gumshandanning uchiq oshkor maosh berib, masjidda imomlik qiladigan mollaning boshqa kechib yurib qiladigan bir mollalar bor. Vücudun keçib yürüp cihat qiladigan. 97-yildagi G'o'ldagi yoshlar mashrifini madaniyat o'ltirishni diniy jamoatga aylantirib, keyin diniy cihat nomiga aylantirayotganlarni boshqa shahardan kelgan, keçib kelgan mollalarning qo'li bor. Uni nati guvohchilar bilan anglag'lik men shu vaqtda Qirg'izistonda yetdim, shu G'o'lji qarli qirg'in bo'lgan chaqda. Shu Açta keçip kelgan nom bilan qiladigan mollalar bor. Biz Gumshandanning mollalari, istixborot ishlaydigan mollalar degan chig'imizda masjiddagi uchiq oshkor mollani demaymiz. Masjiddagi moll degan kasbiy xizmatchilar ular. Gumshandanning maoshini qilganlar. U istixborot emas, uchiq oshkori xizmatchi xodim. Ammo ashtaq mujohid nomida, jihad nomida tabliq qiladigan keçib yurib, keçib yurib tabliq qiladigan bir xil mollalar bor. Buni tutmaydi. Yok. Akassa turmuş binachikini solab qo'yib berib, endi vücudun chiqdi ondaq mollalar. Bu kelar qatimliqmi 5-chi savol naq savol shu. Bu savolni keyin to'xtatib. Endi bu savolni siz hozir men Qarajimdan so'radingiz. Qarajim qo'pib ondaq ishni mollalik qilmadi degandan keyin men dish to'g'ri kelib qoldi. Qarajim birinchidan o hijratga tashviq qilgan adam chiqatgan odamning orasida yo'q-ku. Bu adam uni qilmabdi. Qilgan bo'lsa men majumlan deb hijratga adam Kuşkutkantim desi bo'ladi, onu demedi. Men ta'siriga uchirgantim deyotdi. Endi qo'pib mollalar qilmadi uni. Uni ashu chet eldagilar tashviqot qilib, qiziqtirib ochiq deyotdi.
mayli chet eldagilar qilsin, mayli vatandagilar qilsin, shu hijratga tashviq qilib, nihoyat qiziq turganlarninki g'o'lliq bir qismida ya o'zi bevosita Xitoyniki istixborot bilan munosabatli bo'ldi, yoki bo'lmaydi vositalik boshqalarning taklifi bilan u xizmatni ishlaganlar bo'ldi. Masalan, Gollandiyadagi Husayn Qari tajalli deb nom qo'yib olgan Husayn Qarining o'zimi 2014-yilda intayin jiq tabliq qilgan. Shu qarimniki xotin bolalarimiz shu Yunandan piyoda chiqqanlar orasida Gollandiyagacha kelgan qarimniki ayoli shu hijratchilarning orasida bor. Shu qarim deb berganki, kundalik so'zlagan tabliğlarimni, diniy tabliğlarimni 1 million qatimgacha odam ko'rdi, vatandagilar ko'ra oladi dedi. Xitoycha nima deydi? Ashta deb bergandi. Ya'ni demak, men qarajim bak soddika o'zi naati bak ashu dinga bak qattiq bog'langan dinni naati o'zining aytayotgani rost. Bizniki Şamda, Irak'ta, Afganistan'da hech qanday yerda bizga jihad yo'q. Jihadning farzi ayni vatanda degani bu haq Qur'onning o'zining hukm bo'yicha haq gapni qildi bu qarim. Mayad deyotgan gap emas. O'zi yolg'iz tabliq qilsin, shundaydan qachonli bo'lsa shu Xitoyni Sharq Turkistonni qo'g'lab chiqarish jihodi deb shuni so'zlaydigan odam bu. Ammo vatandagi vaqtida hijrat tabliq qilib, hijratga odam kuch qutmanka degan gapning o'ziga siz qo'p mo'sha odam shu qatorda borga deb taklif qilgansiz. Bu odam emas adresini siz bu yerga ochiq qilibsiz. Qarajim mandaq bugungidek so'zni so'zlaydigan bo'lsa, ya o'zi yolg'iz bir ekronga chiqib, siz ayrim so'zlashingiz bo'ldi ekan. Savoldan 4-5 tayyorlab qo'yib, so'zning qarinda qo'yib bersangiz, toza so'zsiz bo'ldi ekan. Ya o'z yolg'iz chiqib Aşı temalarni so'zlab bo'ladi ekan. Ammo Xitoy unchola ahmaq Xitoy bo'lgan bo'lsa, hamma narsaga shundoq ashu uqmay hangiq qolgan Xitoy bo'lgan bo'lsa, Xitoy bizning vatanimizni ishg'ol qilib yurmaydi. Xitoy eng dört vaqtida bizni ishg'ol qilib olgan. Xitoy shundoq dört ash paytimizni ta'tir yo'gab yuradigan chog'ining o'zida bizning temir xalifalarimizni, bizning G'o'ziyaz hojilarimizni, bizning Sobit domullarimizni, bizning Ahmadjon Qosimlarimizni usul o'ynatib vatanimizni ishg'ol qilib olgan Xitoy. Hozir Xitoy deganiki dunyoni ishg'ol qilaman deyapti. O bizniki vatanni emas. Hey Amerika sen chekin, bizning tarixing oxirlashdi, dunyoni Jungu idora qiladi deydigan ma saviyada hozir Xitoyning taraqqiyoti saviyasi aqli. Aşı Xitoy bir asr avvalgi vaqtida shunda 4 vaqtida bizni ishg'ol qilib olgan aşı Xitoylar bizni har zaman har xil usulga dastidir. Qarindoshlar, ortiq gapim yo'q. Qarajimga bu ikkinchi savolniki mazmunini unutib qoldim men. Uni menga demabsiz, uni qarajimga deb ekansiz. Hijratga siz qanday taklif qildingiz? Hijrat qanday boshlandi deb ekansiz. Qarajim unga javob berdi. Hijratni men tashkil qilmadim degan ekan. Rahmat. Qarajimga ekranga chiqishni oldimi degan ikki yangliga har biringiz 5 minutdan 5 minut vaqt beraman. Bir so'zlab unda 15 so'zga vaqt deb turib qarajim necha qatim to'ssam so'zlab gapini kessam to'xtamadi bu odam hamda. Bakrak ana bu riyosatchi bo'lgandan keyin yaxshi bo'lmaydi ekan. Bo'libdi deb ana shu hozir 5 savoldan keyingi savollarda bor. Iroq Suriyaga qarajimni kirib ekan shu narsa to'q so'raydigan narsalar bor, yana savollar bor. Kelar qatorliq suhbatda deb qo'y qarajim Çokum vaqt belgilab beraman 5 minut, 5 minutdan ish ketmasin. Savolning o'zi kerak. Uni o yoqdan bu yoqdan cho'rtib, vatani bo'layotgan ahvollarni sizga hammamiz qo'shaqat anglash. Lekin ma vaqt uzrab ketgan, bilgan uzrab ketib qoldi. Savolning o'zi kerakliklar qatamda. Shu bilgan suhbatimiz mishagichi bo'lsin. As bo'lsa suhbatga jarayon ismi chiqqan odamlar ba'zi chet ellarda. Shular ekranga suhbat verganmiz tek yaxshi bo'ladi. Mamtin Hazratni bor Turkiyada, Uyg'urda qishib yuradi. Texim bo'ladi, avval degan. Ashta Mamtin Hazratlar, G'ulom Osmonli, Abdulla Nurojimlar, ashta chiqib millat javob berish kerak bu narsanikida. Ular chiqmoq qishib yuradi, hamma yerda qolib qolsa Uyg'urning ko'z qachidi. Ekranga chiqib qolsa hamma ham tanlaydi. Chiqa ekran qarang'ishib qoladi desa, ular xuddi xalqni tanqidlasa bo'ladi. Ularni biz tanqidlasak qalpoqdayya. Bu qanday mantiqa bu? Bizim xalq o'qigan kitobni biz o'qiy olmaymiz. Xalqning qalasiga kelgan savolni biz so'ray olmaymiz. Xalqning savoliga asos yozgan narsa o'qirkan savolni tug'adigan gap. Bu narsanikini. Biz xalqning shaxsiyatiga kirmadik, yana deb qo'yaman. Hech kimning shaxsiyatiga kirmayman, hech kimning xarakteriga kirmayman. Faqat vatan millat oldida hamma odamning mas'uliyat majburiyati bor. Sen tashkilot qurding, sen hukumat qurding, sen yan biznes qurding, jihad chaqirding, nima qilding? Millatning oldida javob ber. Qilayotgan ishingdan. Bizning shaxsiy iqtisodingga yana bir narsaga kirmadik. Millatning oldidagi mas'uliyatdan javob ber. Millat bu qadar chechib kelsa bo'lmaydi. Bizim da'vatgan noktamız bu.
Buni desang bo'lmaydi, qalpoq ketirib qolsa sen kim o? Deb bizim sualını soruyalaymiz, bizim soruyalaymiz sualını ikine. Va milletning igisi va. Kichkina 5-6 odamni qo'rib ekkan atrofiga qo'riqdekni qo'yib lakin hammaning o'zidan cho'ng ko'rib. Bizden bo'lmaganning niyat yomon deydi. Endi bu qaynab qaldingiz ukan. Ma'lumot kemi bilan hech qanday munosabati yo'q dema. Uni qaydisingiz o'zingiz ashulaga munosabatli odamni taklif qilib, masalan, shu munbar taqilib ketganda 40 tashkilotning odami bor munbar. Shu munbarga qatnashgan odamlar ochiq suhbatlashib qilsangiz bo'ldi. Ammo hozir mayada qaynamang, mana qo'shib qo'ymang. Bu biz faqat Suriyadagi ishlarning bugungi xulosasini deysak bo'ladi. Bu gapni hozir mana qo'shib qo'ydingiz, qaynab qilib o'zingizga. Ben so'rag'ashqa javob berdim. Onu siz dediniz bu o'yladi. Sizniki fikrlaringizni o'qidim, qo'ygan nimalarıngizni. Men xat yazsam javob bermedi deb unda chiqib qaynamaysiz. O chiqiblam sen desang bo'ldiki, haq desiz bo'lmamdiki deb munozarashingiz boshqa ziddiyat kirib qolsiz. Bir odamga ziddiyat kirib qolgandan keyin o'ngishmoq tez. Bo'lganda kelganda paranglashib chiroyli o'tirib. Ziddiyat kirib qolsangiz o'ngishmoq tez. Ziddiyat kirish yaxshi emas. Men bu ziddiyatga jiq kirgan. Ziddiyatdan chiqib bo'lolmay hozir masha kelib qoldim men bu. Ziddiyat kirish yaxshi emas. Ziddiyat chiqsa, ziddiyat hal qilishning birdan bir chorasi chiroyli dialog qurib paranglashishdir bir narsani. Paranglashmay qechib yuzib qolib qolsa, adovat. Hadi bu başta qechib yurib degan gaping mushum yaxshi emas. Hozir mushu gaplarni anglaydi ular. Anglasimi andan keyin texnik bir xil katta reaksiya qilishga boshlaydi. Andan keyin shaxsiy ziddiyatim yo'q deysiz. Hech kimning shaxsiy ziddiyati yo'q. Mushu men vankatib deydigan mushu odam bilanmi shaxsiy ziddiyat yo'q. Shaxsiy ziddiyat qanday bo'ldi? Onun bilan binas talışib qolmadim, pul talışib qolmadim. Onun bilan oshni talışib qolmadim. Hech qanday binas talışib qolmadim. Faqat hatto mansabni talışib qolmadim. Mansabning tamoyim yo'q. Faqat durust mangdidik. Durust mang degan taklifga qarshi o'yin deydi, hatlik o'yin o'yindi. Shuning bilan ziddiyatlashdik. Hozir uchishqa salomlashmaymiz. Mana shaxsiy ziddiyatga aylandi. Bu yoki shaxsiy ziddiyat desa boshqa o'lqa milliy masalada ziddiyat desa boshqa emas. Juğurlup tutuldu. Biz adam bo'lgandan keyin oldi bilan millat namasini o'tirib qo'ysiz, ashla degandek sizniki gapingizni tinishmabdi, siz taqasingiz ekranga chiqmabdi, andan keyin siz uni Facebook yozsiz, qechib yurdan sen o'zingni qachirdan xantan qilsang bo'ldi ekan, men tanqid qilsam bo'lmamdi ekan, men bilan gaplashamayman deb mundaq bir inkosini yozsangiz, andan keyin o'li qo'pib ekranga chiqib o'zini ekranda so'zlaydi, daritmalab. Andan keyin sizga o tegidi, shuning bilan shaxsiy binasiga aylandi bu. Şunlaşqa ukam, sizning beshingizdan ziddiyatda tunji bo'lib qurultoy bilan o'tdi, sizning beshingizdan ziddiyat. Shu Aysha Yusufniki qari sandig'ini mojarosi bilan qurultoy bilan ig'ir bir nima kirdingiz. Asli ashadi bir tajribaga kelishingiz kerakdi. Bundan keyingi ishlarda, chunki bu masalalarni siz bilan men hal qilib olmaymiz. Chet eldagi masalalarni siz bilan biz hal qilib olmaymiz. Bu narsa shu aniq yozdi, xalq bilsin debchi. Xalq bilsin deb yozyapmiz bir narsani. Sizniki hozirgi bu ekranga ekib, ekranga adam taklif qilyapsınız, yaxshi bo'ldi. Bu siz tarafsiz, ma'lum tashkilotning tarafini tutmaysiz. Bir xolis erkin jurnalistga o'xshash bir uslubni o'tirib qo'ydingiz, bu yaxshi. Siz moshini rivojlantiring. Eng yaxshisi o'zingiz tarafsiz bo'lib, ziddiyat kirmang. Yoki ziddiyat bo'ldigan tarafga akirmay turib, mushu xolis turib, masalan, qarajim bilan men urushib qolgadim emas. Voy do'stim, jon do'stim deyishib ketamiz. Ammo qarajimning o'zi vatanda hijratga odam chaqiribdi degan gap nihoyat g'ulg'uli bor. Shunlashqa bu qarajimni Xitoyning deb usul o'ynagan mollamning bisika deb ko'nglimda bir xafa qilyapti. Hozir o'zi dedi, men u yerda hijratga taklif qilmaydim dedi. Endi demakki, bizning shaxsiy qarajim bilan hech qanday shaxsiy ziddiyatimiz yo'q. Ammo millat masalasi bilan balkim ziddiyat kirib qolsak, bundan keyin kirib qolishimiz mumkin. Anki millat masalasidan ziddiyat kiramiz, undan keyin salomlashmaydigan bo'lamiz. O shaxsiy masala emas. Shaxsiy masalaga berib topildi. Odam o'zining ichida bir shaxsiyatingiz bor, sizning ko'nglingiz bor. Siz taklif beribsiz, javob bermabdi, sizning ko'nglingizni tekkandan keyin o'tirib chiqiribsiz, yozgan gapingiz ularga eg'ib tegibdi, ular chiqib ekronni chiqib so'zlabdi, shuni sizga texnik tegibdi, mo'shdan bilan o'ylaqi ziddiyatga aylandi, shaxsiy o'chmanlik aylandi. Boshqa emas. Bundan da aşma temenin arkasını uzatyaptık. Lekin men anglaydiganlarım yo'q. Söhbetimiz mishachi bo'ldi, erkin munozara bo'lgan bo'g'ishqa hech qanday ko'nglar. Ma'qul. Bundan da aşma qarajim qapolmaysiz, Abdulla qarajim. Vaqirab qo'ydim, men azaq ovozimni qulog'im sal yaxshi anglayotdi, shunga o'likka qilib qo'ydim. Ma'qul. Qarashlar, kishilar qatorli programning birinchi savoli vatashidagi chet elga ijrat qilgan mollalarni hukumat tutmay
Aşının kaç tuğana tutken sualdan başlayımız. Bir Tamam. nurgun sual uçtu. Bunun için yani muvaffak soru kapas tallayımız. Kilere sanda şucarlık bir şey. Buldu. Maqul Allah'a emanet. Hoş emse.